Assalamu alaykum. Dünyanın arqası yerdə yaşayatqan möhtərəm vətəndaşlar, həmmənlərə Allah'ın salamı, rəhməti boğa. Hidayət kiranığa xoş gəldinlər. Bugün diqqətinizə 36 Hile ve Uygurlar namlıq leksiyanınki bir sanını sunumuz. Bu mavzusu da limni almaştır, Türk'ni oğurla, limni almaştır degan mavzunda. Xabarında bo'lgandek 36 Hile ve Uygurlar namdaki bu timide elip birilayotgan leksiyani Mevlan Yasin Efendi taqdim qilayotgan. Biz bu Hidaylar ekranının dastlabki sahifelerde bu haqda bir qancha program yaxshi olqish bilan kishilar tarafidan qarshilangan edi. Keyin ma'lum sabablar tufaylidan boshqa programmalar jiddiyati bilan Mevlan Yasin Efendi bir vaqtda bir qancha sohaga tang izleniş edip beriyotqachqa bu 36 yiliga aloqador programmalarning arqa emas, muayyan muddatdan keyin bir son shaklda davom qilayotgan. Bugun yana bir sonni taqdim qilish fursatiga erishgan bo'ldik. Mevlon Yasin Efendining ikramimizda. Assalomu alaykum Mevlon aka, hoş geldiniz. Va alaykum assalom. İkramni berganingiz ko'p rahmat. Aylansin. Amug'ay siz bir cho'yni to'qotib atrofdagi butun ko'znakka tang simli cho'g'latgandek sizning kutishlaringiz jamiyatda bizimiz yashayotgan jamiyatning hamma sohalari chetishlik bo'lganligi sababli qanday bak ko'p qirliq va ko'p sohachitiladigan bir nimaga kirib qoldingiz. Shunga har bir qatimliq programmada bu qatimliq davomini qachon nasib bo'lar shaklda bir taqozolik bor. Albatta boshqa temadan bekerak bu Xitoylarni tushunishga aloqador bo'lgan temalarda izlanishlarimiz boshqacharoq suyundirib keldi bizni. Bugun yana yangi bir son bilan tayyorlab kelibsiz. Rahmat, sizga muvaffaqiyat tilayman, marhamat. Men 36 yilini so'zlaganda mush 36 yil degan mandaq gap deblar to'xtab qolmayapman-da. Men mushuning bilan musha Xitoylarning tarixini, madaniyatini masalan muvofiq o'rin kelganda shu Xitoy adabiyotlarini tang tushuntirib o'tib borman. Shu orqali bu Xitoy millatiga bo'lgan tushuncha biroz cho'nqursin debda. Shuning uchun mush 36 yil bu leksiya xarakterida tayyorlagan bo'lg'achqa bu biroz uzun vaqt ketadi. Bir 2 soatlik vaqt ketadi. Shuning uchun lekin anglanglar. Mushundaq narsalardan birini o'rgansizlar. Mush o'rgansizlar. Masalan chunki bu sohada mush Xitoyning yili bu sohada yana bir chiqib so'zlab bergan Uyg'ur yo'q. Bir necha Uyg'urlar bor Amerikada Xitoy saviyasi nihoyat yaxshi, lekin buningga qilish uchun 100 soat zo'r vaqt qurbon qilishga nurg'unlarning vaqti yetishmaydi ekan. Men shunda tafsil so'zlab ketib borman. Shuning bilan bir vaqtda ashning ichida uçup kelib qolsa, masalan, bugunda Xitoy adabiyoti bilan romanlar bilan Uyg'ur klassik romanlarining qanday farqi bor? Har xil masalalar duch kelganda shularni so'zlab o'tib ketmay, anglanglar, birim bilan o'rgansizlar. Men oldingi 36 yilning oldingi leksiyada bu 36 yili jami 6 bobga bo'lingan. Bu nima uchun shu leksiyada 36 yilini nima uchun 6 bobga bo'ldi? Har bir bob nima mazmunni ichiga elib 6 yilini 6 bob bor, har bir bobda 6 yili bor. Nimishqa mushundaq kategoriya bo'yicha bo'lindi deganligini oldingi leksiya so'zlab o'tdim. Ashuni anglasanglar bo'ladi. Bugun men oldin kirish so'zda bu 36 yillikka 30 degan nadin 36 degan nadin keldi. Nima uchun 27 emas, 38 emas, 45 emas, 13 emas? Nima uchun 36? Bu 36 degan Xitoy madaniyatida qanday o'rin oladi? Oldida kirish so'zda men shuni tushuntirib o'tib ketay. Xitoyning bahor kuz davrida, milladiydan burun davrida yana milladiydan burun mush rasm bir mushundaq tursin. Milladiydan burun 770 dan 221 yil davrida to'plangan o'zgarishchan haqida Yijing deydi. Men rasmni ko'rsanglar, men qora bir odam bor, odamning yendiki ikki xat, shu Yijing degan xat, Yijuan degan xat bor. Rasm degan klassik asar bo'lib, bu asar Xitoy madaniyatining
falsafa va axloq manbasi deb hisoblanadi. Bu asarni Xitoylar aql, ana men yozib qo'ydim, tarjimasini Chunjing Jidao Dadao Jiyan deydi. Bu asar, buning ma'nosi bu asarni aql, farosat va madaniyatning javri, barliq asarlarning tojisi, to'g'ri yo'lning manbasi deb ataladi. Ana yozib qo'ydim, 8 xatni tuvandiki tarjimasi deb men hozir o'qigan shu xatning tarjimasi Uyg'urchaga deb ataldi. Bu qadimki Xitoy podshoh, siyosatchi, harbiy mutaxassis va savdogarlar cho'qim o'rganadigan asar. Burun Xitoy ziyolilarini intam olganmi, buning orqali olatdi Xitoylarni. Bu kitapta hemen ama midirlim aytılsın. Bu kitapta erlerinin cinsi azasını bir stal sızık, ma sol taraftaki. Ayallarının cinsi azasını iki tal sızık bilen ifadələydi. Xitayning qadimki avliyoları buningdan ilhomlanib dunyoni qorong'u va yo'riq, erlar qorong'u, ayollar yo'riq. Ya bo'lmasa nima deymiz? Muannas va muzakkar deb ikkiga ataydi. Xitoylar uni yin yang deydi. Yin yang deydi. Rasmni ko'rsanglar bo'ldi. Xatning ostida, yin yangning ostida ikki cho'ng xat yozib qo'ydim. Birini chan deydi, birini kun deydi Xitoylar. Endi bu chan degan osmon degan gap lug'atda, kun degan yer degan gap. Bu xatning yana bir ma'nosi bor. Chan degan nima kun degan ayol. Erlarni osmon, ayollarni yer, tuproq deb manda deb Xitoylar oladi buningda. Qadimki Xitoy teologiyasida, teologiya tarixi bir din zotlar, avliyolarni so'zlaydigan nimada qorong'u dunyoni mushning qarab 6 turga, yo'riq dunyoni 6 turga bo'ladi. 6ni 6 ko'paysa 36. Bu 36 yili Xitoylarninki tarixdagi siyosun va har qanday mutaxassislarning nazarida bu 36 barliq o'zgarishlarni ichiga oladi deb qaraydi. 36 yilida mundaq yozilgan. Atvandagi rasm ishga kelib qo'ying. Mana rasm 3 mana. Mana rasmda to'padagisi eng cho'ngsa Liu Sanshiliu deydi. 6 ko'paysan 36. Ma Shu Zhong Yu Shu deydi. Ma birinchi Shu degani son, oxirgi Shu degani yila. Sonning ichida yili bor, ma ikkinchisi yilning ichida son bor. Qorong'u va yo'riq o'zgarib turdi. Fursat buning ichida. Fursatni o'zingning hissiyoti bo'yicha ish qilmaysan, fursatni hissiyot bo'yicha ish qilsang, fursatning yig'ildi, qilgan planing mag'lub bo'ldi deydi. Endi men buni mana bu yerga tarjim qo'yib, hozirgi tilda, akademik tilda tarjim qilib qo'ydim. Mana buni mandaq mushu xatni jami mana 1 2 20 nechtaga 2 3 4 5 6 4 6 16 jami 21 tal xat. Bu xatning tarjimasi mana Uyg'urcha yozib qo'ydim. 6 ko'paysa 36. Yo'q, abayqa tüpü. Aç xat, mana mush tuzsun. 6 ko'paysa 36. U bekti mana o'ryaptim, tarjim qilyaptim. Sal yo'g'onta olamsiz, shuni uqmayman. Ana shu o'qig'ini bo'lgan, men o'qiyaptim hozir shuni. 6 ko'paysa 36. U obyektiv qonunlar bilan yiligar taktikalar o'ttirishga dialektiklik munosabatni o'z ichiga oladi. Obyektiv qonunlar aldamchilik va planlarning asosi. Yili mikr va planlar muqarrar qonunlarni o'z ichiga oladi. Yin bilan yang, ya'ni yin degan yin yang deydi, qorong'u va yo'riq bir-biriga zid va bir-birini shart qiladi. Aql planlar kishilarning subyektiv orzusiga asosan tuzilmasligi kerak. Hissiyotiga asosan tuzilmasligi kerak deydi. Obyektiv qonunlarga mos kelmasa, amaliyotda muqarrar mag'lub bo'ladi. Bu 36 yilida buni tushundirganda kitobda mandaq tushundirdi. Kirish so'zi mana mushu bo'lsa 36 mishadan bu Xitoylar 36 yilining 36 degan sonning kelish manbasi mana mushu.
endi Xitoylarning da iliq burun iliq Angliyalik George Well degan odam iliq 180 1984 degan bir kitobni yozgan. Shu kitobda u odamning bir gapi bor. Uyg'urchasini tarjima qilib o'qasam, bir xalqni yo'qotishning eng unumli usuli bo'lsa, shu xalqning o'zining tarixini tushunishini inkor qilish va vayron qilish. Xitoy naq limni o'g'irlab turkni almashtirish, yilani ishlatib Uyg'urlarning madaniyat, tarix, til, e'tiqodini ilib tashlab bir shakalga aylantiryotdi. Bugun kirish so'zlovchi bo'lib qolsin. Endi men bir so'zlab o'tib ketay. Uyg'urchada o gap yo'qki. Iliq inglizchada culture degan borki, o madaniyat, uningdan civil degan bor. U to'g'riliq nima men meyatki mutaxassis Uyg'urcha til mutaxassisini so'rasam, turklarda culture'ni kultur deb opdi. Madaniyat ma'ni civilni kulturluk deb opdi. Endi Xitoylarda culture'ni wingming deydi, wunhua deydi. Nimani civilizationni wingming deydi. Xitoylar o'zlari deydi, wingming degan bir aql. Endi mayada bizniki bir shu uzun yil Uyg'urlarning lug'atini tuzib shunday qilayotgan bir cho'ng mutaxassis odam yashadi bor. U odam desang, o'sha wingming bilan wunhua bilan wingmingni Uyg'ur qanday tarjima qildinglar desak, bu to'g'riliq bizda noit Uyg'urlarda basnozir bo'lib, bu to'g'riliq bir birlik bir til kalamay, eng oxiri ani culture madaniyat wunhuani. Xitoy nimani wingmingni madaniy deb tarjima qildik deydi. Bir to'liq bir gap Uyg'urlarda bu ikkisi tarjima hozirgacha bir til chiqmadi. Tarjima qildik deydi. Shuning uchunmi endi Xitoy yozuvchilari o'zlarim deydi, Xitoyda madaniyat bor, madaniy yo'q millat deydi. Unda degani bularga yovliqdan ozod bo'lmagan millat. Xitoy yozuvchilarining bahosi mavjud, o'zining bahosi. Tushundinglar? Endi men biz 36 va Uyg'urlar suhbatining 4-chi qismida tarixdan tortib bugun kun qadar kalendarning har bir varqiga yozilgan davlatlar aro bo'lgan urushlarda, siyosiy partiyalar aro bo'lgan tirkishishlarda, cho'ng banka va cho'ng shirkatlar aro ilib borgan birlashtirishlarda, diplomat maxfiy yig'inlarda va yoshirin yoki oshkora tutilgan bitimlarda bir millat yana bir millatni assimilyatsiya qilish uchun ilib borgan tadbirlarda bir millat psixologiya nuqtai nazardan o'zining tarixning bepoyon etigiga ko'milib yo'qolib ketishiga dastlabki ideya tayyorligi tutgan davrda o'q ovozi anglanmaydigan josus urushlarda Xitoy bilan Uyg'urning aql elishish va miltiq etishish maydonlarida Uyg'ur sotqinlar Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qurbon qilganda bugungi kundami Uyg'ur tashkilotlari va tashkilot yetakchilari ora bo'layotgan huquq, manfaat va atoq talishib ilib ketib borgan put tepishlarda parvoz surayotgan yana 36 yilining 25-sini to'xtaymiz. Limni o'g'irlar turkni almashtirish ustida to'xtaymiz. Rasm 4ga kelib qo'ying. Bu Xitoy bugun kunda Sharq Turkiston tangla qo'llanayotgan 3 yilning yana biri. Rasm 4ga. Ham yo'qma rasm 2, rasm 4ga yana birisi. To'xtang, tushunay. Mana mushu bo'lsin. Mana 36 yil degan kitob bor. Qani to'xtadim, mishadi mana. 36 degan kitob bor. Kitobda bu 36 yilining mushu limni o'g'irlab turkni almashtirishni zamonaviy xitoy tilida tushundigini. Kitobni o'qisang bu kitob bu hamma bor. Bu kitobni setgan yaxshi kitob o'qishga arziydigan kitob. Shuningda ashi bor. Endi mana mushunda deb yildan yozilgan. Keng doirada aytganda bu yillarning xususiyati psixologik kategoriyaga kirdi. Psixologiyalik hujum qilish kirdi.
bir bu yila qo'rqitish, hayva qilish, aldamchilik qilish, yoshirin ish qilish odamlarning nafsini yomon yo'lga yetaklashlarini nishon qiladi. Bunda qilish orqali dushmanni ojizlashtirib, dushmanga ilib bormoqchi bo'lgan jismoniy hujumning muvaffaqiyat qozonish ehtimolini o'stirdi. Misolan, hozir Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikistonni yeb ketish uchun Afrikadagi nurg'un davlatlar va Sharqiy Yevropadagi ba'zi davlatlarni kontrol qilish uchun bu yilani qo'llanyapti. Bu davlatlarning banka va nurg'un shirkatlarining pay chekini sitib ilib oldi. Masalan, Qozog'istonning bankasi 51% pay cheki Xitoyda. Sitib ilib oldi. Bu davlatlarning hukumatiga tahdid silib Xitoy kontrol qilish bu yillarni qo'llanyapti. Bu davlatlarning hukumatiga tahdid silib Xitoyning talablariga ma'qul bo'lishga qistavdi. O'rta Osiyodagi shahar va yillardagi Xitoy fuqarolarini har xil usullar bilan turib aldamchilik ilib ketib bordi. Masalan, aşağı saychilik qilayotgan, nima qilayotgan nurg'un Xitoylar bor. Ularning nurg'unlari Xitoyninki dala armiyadan pensiyaga chiqqan Xitoylarni avtidi uyaga. Amaldorlarning masalan unda qilishi bir ish bo'lib qolsa, qurol basli yetishib ketdi, bular sab chiniqqa arbiyalar. Amaldorlarning nafsini bulg'ab, chiritib, tushkunlashtirib va soyib jamol hilasini ishlatib, ularni changilga tushirib, qo'rqitib, Xitoy uchun gap qiladigan va ishlaydigan qilish uchun harakat qilyotdi va ma'lum natijalarni qo'lga keltirdi. Hozir masalan Qozog'iston, O'zbekistondagilar asosiyatdan o'sha Xitoyning sizig'idan chiqamaydigan ancha-muncha deb qo'yganlar. Chunki ular banka hamma narsani Xitoy qaziga bo'g'yapti ularni. Qozog'iston va Qirg'izistonning bankalarida qozoqcha tilda yozilgan vivistlar bo'lgan bilan buning pay chekini Xitoy qo'lga ilib olgan. Pay chekini nurg'unlar sit ilib olganki shularning bo'yicha qiladi. Masalan, Amerikada Tesla'lar bor. Elon Muskning mashina. U mashinani Tesla'lar hech kimning gapini anglamasa, Arabning gapini anglaydi. Nimishqa Arablar Tesla'larning 20-30% pay chekini sit ilib olgan. Bu stanlar, Qozog'istonlar o'zlarining siyosatlarini Xitoyning kuchli ta'sirsiz bekitolmaydi. Xitoy Qozog'istonni va Qirg'izistonni allaqachon Xitoyning bir qismi qilish planini tuzib bo'ldi va bu planni inchiklab qo'llanyapti. Sizlar YouTube'ga kirsanglar Xitoy ichida so'zlayotgan va Qozog'iston azaldan Xitoyning bir yeri Qirg'iziston degan YouTube'lar prosta so'zlayotganlar noiti jiq. Xitoylar YouTube'larda universitetlar so'zlayotganlar bor, noiti jiq. Xitoy Xitoy so'zsa uni biz hukumatning ko'z qarashi emas, bu shaxsiylarning ko'z qarashi deydi, lekin Xitoy orqali shaxsiyga butuniyaga ta'sirini yetkazyapti hozir. O YouTube'lar yomonchi. Jungoning bir qismi keyin ular ilib olgan deb yozgan Xitoylar noiti YouTube'lar ko'rsanglar. Ular so'zlayotganlar asosan Xitoymi? Xitoylar professorlar. Cho'ng professorlar universitetni tarix darsini so'zlaydi. Coğrafya muallimlari so'zlaydi. Yani o'zidan burmalangan tarixlarni rost deb misol tushunsin deb aytaqladi. Aşağı hammasi tushuntiradi. O'tib masalan xudo adaligi yangi lug'at masalan Xinjiang degan gap, buni yangi tepilgan zamin degan gapni deydi. Hamda Xitoycha burun lug'atda yangi tepilgan zamin degan gapni. Hozir Xitoy bu lug'atni o'zgartiryapti. Gutu fu yuan qadimgi zamin egasiga qaytdi degan ma'noda tushuntirdi. Hozir Uyg'urlarni hammasi shuni so'zlaydi. Masalan, universitetlarda har qanday Uyg'ur biz turk millati desa darrov qo'lga oladi. Uyg'urlar turk millati bilan munosabat yo'q deb butun so'zlaydi, professorlar shunda so'zlaydigan qiladi. Turk millati emas deb oshna o'tib ketdi Xitoylar. Xitoy strategiyachilari, mutafakkirlar, logikashunoslar, siyosatlar sarlab, misqollab, hisoblab umumlikni nazarda tutib tarixdagi harbiy va siyosiy ilishishlarni inchik tekshirib va tadqiqot qilib, tarixdagi giralishib ketgan sonliq ma'lumotlarni turga ayirib, bu 36 yilini
6 babqa bölüp, her bir babqa 6 yila salgan. Biz 36 yilining oldingi leksiyada yana yo'qdan borni keltirib chiqishda 36 yilini qandoq qilib va nima uchun bundoq bo'lganligini so'zladik. Shu bo'lsa shu yerda anglanglar. Bugun biz so'zlamoqchi bo'lganimiz 5-bob. Birinchi yili, ya'ni 36 yilining 25-si. Limni o'g'irlab, turkni almashtirish. Tovlian Huanzhu deydi bu Xitoy. Tov degan o'g'irlar degan gap, liang degan avu lim, mana qo'ygan limni deydi. Huan degan almashtirish degan gap, Zhu degan turk. Uyning o'ttirga birovlarda dehqonlar uyga borsa, uyning o'ttir turk bo'ldigan aytib bormi? Işte Türk'teydi. Çoğun binalardı mı? İşte Türk var vaqtida qancha yil men Germaniyaga borgan bir to'yga borgandim. To'yni bir yo'g'on uyda qildi. O uyni o'ttirlarida yo'g'on cho'ng yaxshi zalga o'ttirlar Türk var. Hozir unda qilmaydigan ketdi-ku Türklar o'ttirlar binolar. Biz oldi bilan 5-bobning mazmuni bilan qisqa tunishaylik. Endin biz so'zlamoqchi bo'lgan yillar yana limni o'g'irlab turkni almashtirish Tovlian Huanzhuning nima uchun bu bobdan makon topganligini bilamiz. Hamda Xitoyning aql ziyrakligini yaxshi tushunishimizga va ulardan o'rganishimizga ma'lum foydasi bor deb o'ylayman. Men sizlarga 36 yil so'rash jarayonida nurg'un Xitoyning madaniyatlarini kirgizib o'tib ketaman. Raqibni ustoz tutib uningdan o'rganolmagan millat ig'izga olg'uchiligi yo'q millat. Biz hozir qadar Xitoyni ustoz tutib o'rganmadik. Masalanga, mushlar hammasiga kishilik huquq uchun kurash qilamiz. Uyg'urlar, indigenes, o'z taqdirini o'z belgilash. Bularning hammasi Xitoydan bir umid kutishlik. Bir Xitoydan bir yaxshi nimani talab qilgan bir xil yaxshi niyatdan chiqayotgan atalg'ular, lekin bular hech qanday bu Xitoy mushlar bilsa, mushi deganlar Xitoy madaniyatini tushunmaganlar, bilmaganlar, o'rganmaganlar. Bu bab yani Xitoyning yaxshi buloq qilishdan qilingan quruq xom tamakinda. Xom tamak. Masalan, goyvaqlar chiqdi, voy, ma boshqa chiqib ketdi, yana bir boshqa chiqib ketdi, u yaxshiroq bo'larmi? Uyg'urlardagi ash umid Uyg'urlarni vayron qilib kelyapti-da. Ash umid. Bir ma o'zimning taqdirini o'zim qo'lim ilib bir ishni qilay demay, a'lodan bir yaxshilik kutib, umid kutib, yaxshiroq odam kutib o'tib ketgan tarix Uyg'ur. Hozirga qadar vatan ozod bo'lib qolsa, manda bo'lib qolsa deb ash ishning sirtida turib gap qilamiz-ku. Gap qilamiz. Shu tamamen avval ozod bo'lsin. O ozod bo'lgandan keyin uni yo'q nimadan ansirab ozod bo'lmasaydigan. Bu bab dushmanning qo'lidan aktivlikni qo'lga keltirish yoki tortib ilib olish taktikasi ustida to'xtaydi. Hamma bu bir harbiy xarakterlik leksiyajmi, mana o'rganib qo'yinglar. Bo'libmi harbiy qo'shin ilgirlayotgan bu bab ilgirlayotganda bu babdagi 6 yilga e'tibor berish va qo'llanish nihoyatda muhim. Bu babdagi 6 yil dushmanni bo'lish, ayirish, qalayimqonlantirish, mujmallashtirish, qaymiqtirish, qopqonga tushirish qatorliq aldashlarni mazmun qilgan. Urush jarayonining chirmish o'zgarishlari nihoyatda tez va ko'p bo'lg'achqa, urushda ta'sir ko'rsatadigan omillar nihoyat ko'p bo'lg'achqa, qo'mondonlar duch keladigan aktiv yoki passiv vaziyatlarning tasodifiylik ehtimoli nihoyatda yuqori bo'lg'achqa, urushda aktiv ilgirlamak ko'p ahvollarda mushkul jarayon. Bundaq aktiv ilgirlash urush jarayonida tuyuqsiz paydo bo'lgan vaziyatlardan yoki urushning boshlanishidagi mukammal tayyorliklardan yoki urush bosqichlarida strategik chekinishning yordamlaridan yaratgani bo'ladi. Albatta biz birinchi suhbatda so'zlab o'tgandek har qanday qo'shinning ta'minlash, yetkazib berish manbasining ravon harakatda bo'lishi ajallik rol o'ynaydi. Ta'minlashlanchi manbasidan ayrilgan armiya har qanday kuchlik bo'lsa-mu uzunga qolmay
jangovarligini yo'qotdi. Misolan, Ikkinchi dunyo urushida Gitler Dozaqning darvosini bir tepib ichib yetalaydi degan germanlarning eng kuchli 6-armiyasi Stalingradda Qo'rshovga tushib qilib ta'minlash manbasini uzilib jangovarligidan ayrilib vayron bo'ldi. O shu axir Stalingraddan Ruslar ikki chetdan qitib oldi, bular qurshab oldi. Qurshab olib, keyingi askar yana 50-60 metr keyinga surib o'tgandan keyin bular hech qanday yordam kelmay urush kuchidan vayron bo'ldi. Ayrilib qolgandan keyin vayron bo'ldi. Masalan, shuning uchun o'zining maxfiy ta'minlash bazalari bilan ilgirlab ketib borgan asosiy harbiy qo'shinning o'ttirski ta'minlash yo'lini saqlash nihoyat muhim. Ya'ni misolan Trump hozirgi Trump Xitoyga oldida 160% tarif qo'yganda Xitoydan keladigan mallar asosan to'xtab ketgan. Amerika Long Beach degan mening uyimning yonida cho'ng Long Beach degan port bor, to'xtab ketgan. Buning bilan Amerikadagi nurg'un shirkatlar, masalan, shu qurilishdan solingan Home Depot degan shirkat bor. Lowe's degan shirkatlar bor. Uning shu shirkatlarning istiqollatlari qurib ketdi. Mal yo'q sotay desa va qurilishchilikning savdosiga cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Shuning bilan bu shirkatlar Trumpga nihoyat qattiq besim ishlatgandan keyin Trump buni 160% qilib 50% tushadi. 50%dan sen tushadi. Hozir Xitoyning mollari yana guldirlab kelgan turdi. Yana Xitoyning Sirik topa degan bilsaylik chip. Bütün hozir dunyo chip bilan bo'ldi. Hozir AI sun'iy aql yordami degan asos shu chip. Bütün dunyo chip Sirik topini cheklashi Xitoy uningga Amerikadan qarshi tarif ilib uni cheklaydi. Amerika inchik va ilg'or texnikalarga salbiy ta'sir qildi. Shuning bilan Trump Xitoy bilan bo'lgan tarifni 50% tushirdi. Va chip Sirik topa deydigan, Sirak topa deydigan. Uyg'urcha chip bilan lug'atni aqtirdi. Yani o'tganki yüzdeçe 118% chiqadimi? Ana oxirgi nima tushunaraq turibdi. Yani o keyin chekini keldi bu. 50% mi tuvallab ketib bordi. Yani Xitoy tag'latgan ishni biroz ichpadi yana. İçmedi, yani mallar aldı, ballama toşu bizden çoğun maşaydı atma, ballar var, yük toşu atma. Var Xitay'ın beni yani güldürlep gelgen tu dedi. Çok toşu etken. O toşu etken de o siyrek topun dedim. Ben depedim, dünyadaki siyrek topunun 80%'ni Xitay'la torduğun bizden Şarkı Türkistan'dan çıkıyordu. Bizden Şarkı Türkistan'dan bu saç bir siyrek topu bile dünyanın kontrol kılalaydı. 80% dünya, başka yerde yok. Öyle Greenland dedi. Amerika İlvalmen degan yeşil yerde bir 6-7% çıkıdı ki Xitaylarning Huawei'de çıkıdı ki lekin uning sifati bek nachar ki başka yerde yok derik top. Afrika Birleşik Devletleri dünyanın bütün texnikasini ta'minlayotgan chipni yasaydigan siyrak topa bizning Sharq Turkiston 80%. Bu Xitaylarning hujjatlarida intay aniq yozilgan. Gay Xitaylarning hujjatlarida 87% deb hisoblaydi. Anlayapsizmi? Vallahi. Yani bir misal, mesela Erkin Asiya radyo stansiyası. Bunu şunda to'xtab etgan bu muxbirlar tarixni yo'qotib ketdi. Bu muxbirlar yo'qotib ketdi bular. Men aqlim hayron qoldi. Bular ham taqib ketsa hech bo'lmadi. Bir oyda bir qatim bir yerga berib, ozroq o'zining muxbirlik rolini o'ynab ketsa, bular yo'q. Bular ilaqi jimjitlik, hech narsa so'zlamaydigan, yozmaydigan yo'qotib ketdi bular. To'g'rimi? Shundoq qilib oldingizmi? Yo'qotib ketdi. Ular pulni to'xtatib etdi. Mesela Ukrayna urushini deymiz. Ukrayna urush masalan shu g'arbni yordam bo'lmasa hech hafta bardosh berolmaydi. Amerika ozroq shunda ta'sir, hech hafta bardosh berolmaydi. Shuning uchun manbasi nihoyat muhim. Urushda ilgirlamak uchun kuch-quvvatlar emas, sur'atmi nihoyat muhim. Sur'atmi nihoyat muhim. Bo'libmi fursatdan foydalanish to'g'ri kelganda xuddi Napoleon deganda yo'qitib qo'ygan yerni qaytirib akelgini bo'ladi. Yo'qitib qo'ygan vaqtni qaytirib akelgini bo'lmaydi. Biz yerni aklamayapmiz, vaqtimizni aklamayapmiz. Qo'mondonning chechan, ziyrak, farosatlik bo'lishi g'alaba qozonishda eng ajallik rol o'ynaydi. 36ning 5-bobi bo'lsa, mushularni ko'zda tutib ratlanib yezilgan.
Bu bapda 6 yila bo'lib, biz bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz yila mushu bapga yana 5-bapga taqsim qilinadi. Biz oldi bilan bu yilani yana limni o'g'irlab turkni almashtirish To'liyan Xanjo dastlabda qandoq kelib chiqqan, nima mazmunlarni bildirdi, qandoq qilib tavlanib bu 4 xatlik To'liyan Xanjo degan idiomga aylangan, idiomni Uyg'urlar turaqliq iboram deydi. Lug'at. Bu tarix ko'rinishini qisqa bilib qo'ysak, bu yiliga bo'lgan tushunchamiz bir qadar mukammal bo'ldi. Burungi Xitoylarning yeziqlarida bilsa, Xitoy yezigi ya 4 xat bo'ldi, ya 7 xat bo'ldi. Shundoq o'qiydi bular. Chunki u vaqtda pashchik yo'q. Xitoylar pashchikdan yaqinda kirgan narsa. Shuning uchun masalan u Xitoylarning burun tarixda rasmiy bir kitob bor. Yi deb mushu chet ellik deb Uyg'urlarning yozgan tarix kitob bor. O kitaplar bundan okusa peşçik yok da anlaşka. Asıl o bir sözünün çok karan peşçikni okşamaya koysa sözünün manası tamamen özgürlük gidiyor. Hazır Xitaylar aşını peşçik koyup, xuddi o zaman kadimki Xitayning degandek aşında başqadan yilchik peşçikni koyup çıkıp mazmunni o'zgartirdi. Aşımı To'liyan Xanjo'nuzda. Qandaq kelib chiqmay, bu ilaga bo'lgan tushunchamiz bulan tushunch bir qadar cho'nqur bo'ldi. Bu ilani tasvirlaydigan jumla harbiy qomus 36 ila Bingfatan Lujida dastlabda yuzinishda tortib bugungi kunda ishlatayotgan mushu To'liyan Xanjo degan turaqliq iboratga aylanishiga 1000 yildan ketgan. Dastlabda hozirda To'liyan Xanjo deb yozilmagan bu gap. Nurg'un nimalar bilan ifodalanib, keyin haqlar 36 yilini 1000 yilda vaqt ketgandan keyin endi bular tarixga so'zlanib, tavlanib, hozirgidek 36 yila deb mushundaq chiqarganda mana 36 yilini hozir mana bundaq nimalari har bir yilini mushundaq 4 xatlik qilib yaqin zamonda ishlagan. Milladiydan burun 771dan 476 yil bo'lgan bu davrni Xitoy tarixida bahor kuz davri deb ataydi. Oldingi litsiyat men so'zladim, nemishqa Xitoylar tarixini bahor kuz deydi desa, u vaqtlarda Xitoylar faqat 2 fasli bor, 4 fasli yo'q. Chuncholi deydi. Bahorda birini teriydi, kuzda hosil oladi. Davrini ular faqat 2 fasli bor. Şu 2 fasli bo'yicha yozgan, shunga bahor kuz davri deydi. Shu vaqtdagi tarixlarni bahor kuz davri deydigan yeri shu. Shu davrda Xitoy yozgan rasm bashga kelib qo'ying. Abay so'zladim ғой, men ko'rsat, yarısın bashga. Sen töpüge, ya ama bu emek. Muşu. Mana beşin babda mana yiyecek, ma Adem abay kudonla ayada Yijuan degan kitap var. Mana bu kitapta Xitoy Yijuan şu davrda Xitoy yozgan Yijuan degan haqida bir falsafa to'plami bo'lgan. Bu kitap nurg'un yozuvchilarning yozmalarining to'plami. Bu rasm bor. Bu to'plamda Jiji degan bir maqol bor. O maqolning ismi Jiji degan gapning ma'nosi qadimgi Xitoy tilida bir ish muvaffaqiyat qozondi. Lekin buningda cho'qim yana bir o'zgarish bo'ldi degan gap. Buning bilan qaytib qolmagan oldin o'zgarish bo'ldi degan gap. Degan bir maqolda mana xatning rasmning to'pidagi bir xat turdi. Ko'rdinglarmi? Jiji degan maqoldagi maqol. Bu maqolda Yiwu Junye degan xat 7 xat bilan yozilgan jumla bor. Bu gapning ma'nosi ani yozib qo'ydim tuada. Harvuning chaqni kontrol qilsang, harvuning minishini va yulinishini kontrol qilib olsa. Endi boshqa Uyg'urlar men deb qo'yaylik, Uyg'urchada Xitoy tilini cho'nqur o'rgangan qadimgi tillarni o'rgangan til Uyg'urlar bor. Agar sizlar ma tarjimga bu emas, boshqa tarjim qildi deydi deb tushansanglar, tarjim qilib qo'ysanglar bo'lsa, bu Mavlon Yasin tarjimlari. Bu hukmni siyosiy va harbiy ishlarda qo'llanganda Xitoy mundaq xuloslagan. Lim yoki balo yog'ichi, to'g'rimi? Limni balo yog'ichimi deydi-ku Uyg'urcha. G'uljilar
Bu Janub tarafta bala yağıcı deb to'la ishlatadi-ku deyman buni. Lim yoki bala yağıcı tortib Bizim bala yağ zamanı balavışı lay çördüm, kış attım dediğin gap var. Ma tamçının aralarında. Bu gaplar hazır bakansa yo'qolib ketdi-de. Men lim degan gapni ta'riflab o'tib, hozirgi bu zamanda cho'ng'alar artgan bolalar bu gap cho'qim tushunmaydi deb o'ylab chiqdi. O'ylab qo'ydim. Ashta kechdi zaten. Chunki men bu masalanga men nurg'unim bilan lug'atni izlayman. Lim deganni masalanga liang degan uyg'ur nima deydi desam shu lug'atda lim deb olibdi. Buni bala yog'ichim deb olibdi. Uyg'urcha Xitoy uyg'ur. O lim degani limning to'piga andan keyin mandaqiliqi turk emas, o mayanda mayan tutashtirib turgan yog'och vardi yana. Yog'och shuni qo'ydi normalda. Endi shuni men Turk o'ttirdim bo'ldi, to'rt bo'londan bo'ldi-da. Otama shu lim shu lug'at qarab oldim men buni. Endi nurg'a atalg'ular men Xitoycha uyg'urcha lug'at qarayman. Yo'limda yo'g'on bir lug'at bor. Uyg'urcha chunki u lug'atni uyg'urlarga 40-50 yil bo'yi takrorlab kelayotgan ekan, bak mukammal desam bo'ldi u lug'at. Men Xitoycha yaxshi tarjima qilgan. Lim yoki bala yog'ichi tortib ilvasan uy o'rilib tushgandek deydi Xitoylarning ash gapi bunda. Bu limni tortib ilvasan uy o'rilib tushgandek qarshi tarafning yoki ittifoqdoshning kuchli qo'shinni va iqtidorli odamlarni tortib ular sening konturligingda ish qiladigan bo'ladi. Ikkinchi jumriyatning odamlarini hammani o'ltiryapti, to'g'rimi? Limlar tortib. Birinchi jumriyatni Hujiniyatni opirib rais qilib qo'ydi, tortib. Xitoylar shuni ish ketishlar. Mana bu bo'lsa limni o'g'irlab turkni almashtirish degan yilarning neg'izi va asla kelib chiqish manbasi. Aslida shunday yozilgan buni. Masalan, Xitoy ko'plagan Uyg'urlarga Sharqiy Turkistonga berib kelish yo'lini ichivatdi. Hatto ularning bizning mishallarim bor. Ularning yig'ilib qolgan maoshini berdi. Gaylarning 300 ming dollar pullari berdi. U yerdagi uylarni setib ichishga va pullarni ilib ketishga ruxsat qildi. Ba'zilari qaytib kelgandan keyin sukut turdi. Jimni tug'anlar bor. Uni men ba'zilari qaytib kelgandan keyin Sharqiy Turkistonning vaziyatini maqtab so'zlayotdi. Bunun orqali Uyg'urlarning tirishchanligida xalq orada Xitoy Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilyotdi deb berilgan iniqlimning limini o'g'irlab turkini almashtiryotdi. Ham xiyla natijaga erishdi. Nurg'unlar bor, bizning mishallarni berib, necha 20 millionda pulim yig'ilib qolib keldim. Uylarimni sotib keldim. Deganlar bor. G'aylarim bor. Voy ben endi bir savdamni qilib oldim, men turk bir og'inam bor sto degan. Qurib ketdi ha Mavlon. Bizning pul bilan chiqqan bu yer, bizning tijoratimiz shu Xitoy bilan moliya sotadigan bu turkni uni qilib baqdik, ziyon topdik, buni qilib baqdik, ziyon topdik, yon chiqib pul qolmadi. Vallah qurib ketdi. Yana ma ichilib, oyoq berib, ancha savdo qilib, u yoq oldira qolgan pullarimga pichkam jon kechiryapmiz deganlar bor. Bular nima deb javob beramiz? Maslanga men yana birini deyman maslanga Dünya Uyghur'da favqulodda qurultay ichib Robiya Qodirning rahbarligini ilvatganmi, u Xitoylarning mush yilini ishlatib qozongan g'albisi. Chunki shu vaqtida Uyg'urlarning tarixida ikkinchi jumriyat vayron bo'lgandan keyin birdan-bir xalq orasida Uyg'urlar birlikka kelgan. Bu birlikning ojiz nuqtalari bakchiq, kamchilgichiq, lekin buni tuzatganlar birlik kelgan. Keyin ma Dünya Uyghur'ning hozirgi shu hayatlari mening farzimdan To'lqin, Aysa, Umar qanotlamışlar, favqulodda yig'in ichib Robiya Qodirni ilib tashlayapti. Shuning bilan dunyo Uyg'urligi biraqli vayron bo'lib ketdi. Xalq orada Uyg'ur birlik ovozini Xitoylar mushusiz bilan yo'qotyapti. Hozir masalan Avstraliyami budaqa Iron urushida nurg'un olimlarni
iliqi generallarını uydan bombardıman yo'qotayotgan. Yo'qotishi ashlarning tayanchi odamlarini yo'qotmoqchi. Yo'qotyapti nurg'un tayanchi odam. Uning Iran qancha ta'sir berdi men uni uqmayman. Bumi ashiniki limni ilib etish, turkni almashtirishning bir muhim usuli. Xitoy strategiyachilari, mutafakkirlar, logishunlar, siyosatlar yuqori 7 xat bilan men yuqori so'zlab o'tgan Ye Qilun, Yi Wuji ifodalagan jumlani imorat qurilishga qo'llanib mundaq narsaga diqqat qilgan. Men davatman mushu yilining 4 xat bo'lishi mushu jarayonning qanday taraqqiyotgan ming yillik tarixini so'zlayapman. Mushundaq jarayonda Xitoyda mushu yilning kelgan. İmarat qurilishning ustidagi to'g'risiga qo'ygan ig'irlikqa tushadigan yog'ochni lim deymiz, to'g'rimi? İmarat qurilishning zarur yerlarida tik turib limning ig'irligini ko'tarib turgan yog'ochni turuk deb ataymiz. Lim bilan turuk bo'lsa imarat qurilish, tuzilish formulasidagi eng tugul, eng mustahkam, eng muhim roli eng chong qismi bo'ladi. Shuning uchun lim bilan turukni tanlash eng inchiq bosqich bo'lib hisoblanadi. İmarat qurilishning mustahkam bo'lishi lim bilan turukka bog'liq. Lim yumshoq bo'lsa yoki turukni ilvatsa imarat qurilish o'rilib chiqib ketadi. Masalan, Amerikada terrorchilar New York 911 vaqasi bo'lib New Yorkdagi ikki binoni urganda u binolar asli mandaq bir xil to'mirni qilganka burun qolgan. Unchalar qiziqlikni ko'tarolmayotganda, o'g'anqa qiziqlik to'rt tarafga limlarni eritib yetib, shu yuzna chiqarib binolar ikkisi bir xil o'rilib tushdi bu Amerika tarixida. Undan keyin bizda siz ko'rganmi burun Yugoslaviyani ko'rib degan bir kino bo'lgan. Ko'rganman. Ko'rgan. Mashhurg'u kino. Doktorning saroyini qo'g'ishi. Yo'q, doktorning saroyini qo'yish u boshqa. O işte körükni partlatdı. Körükni eng yaqin körük partlatmoqman injenerdan axir olgan körükni qandaq desam körükni o'raytman desa, shu o'ttirga turkning palanchaga basam bir uchiqqa ashaga bombani tarsang asha erisib butun ketadi. Ash körükni partlatib bitib, shu nima yo'sa shunda bo'lgan. Nimada? 11 sentabr nimasiga nisbatan bayatdan gapingizni men sukut qilib o'tarsam, imzo atgan bo'lib qolmay, u vaqtda belki gap jiq, lekin uning kompyuter olib qilish ehtimolligi belki yuqori ekan. O ayrim bir tema agar qiziqsa ayrim ketsak. Yani demakchi o'g'limiz dushman taraf deyli, terrorchi tarafning planlagan yeri bor. Amerika ishdan muvaffaqiyati asli planning orqasidagi planda icra qilingan, bezilgan konukada bo'lingan voqealiklar o'tirib chiqqanicha. O to'g'ri kitoblar jiq, YouTube'lar necha romanlar chiqib ketdi o to'g'ri. Ularni o'qigan. Hozir qadar ara-sira chiqib qoladi, o'shdan tadqiqotchilar bu o yolg'on falan pokon degan gaplar. Ya shunga aloqa bayatinki nimada misol ilishingizda agar bu shunga touch ehtimolligi bo'lgan ekan, boshqa bir ehtimolligi. O ehtimollikni chetga qo'yib turib ham turkning qizib ketgandan deb dehoncha bir o'y bilan atlab o'tib ketsak bo'lmasmiki deb o'ylayman. O binoning o'rilishi, masalan, nima maqsaddan qanday bo'lishdan kerak? Binoning o'rilishi ayrıqlar o't bilan qiziqlar kirgandan keyin oning ichidan chiqqan necha ming gradus binoning to'pi to'rt tarafida bunda tutgan burungi nimani eritib o'tgan gap. Ashna tushundida, ashna deyildi, ammo rost shundoq emasmi degan masalada. Yani bu chiqqandan keyin har xil kinolar, masalan, kinolarni chiqib ketdi. Bu to'g'riliqchi yozuvchilarning bir fursat bo'lsa har xil yozuvchi, lekin hozir qadar Amerikaninki ilib borgan tekshirishi o Amerikaning ichida o'ningda emas. Uningdagi qancha prezident bo'lib ketdi, demokratiya ham bo'ldi, republikan bo'ldi, buningki CIA'ning direktorimi qatma-qat nim qildi. Shuning uchun men buni har xil roman qatorida yozayotgan nurg'un narsalarga men qilmayman. Asosiy u ashlar qilgan deb shuningga turman. Chunki o to'g'riliq kitoblarni men o'qidim, bir kitobni o'qidim. O dedim jiq nim qilib ketdi. Hujjatli filmni chiqdi.
qanday qilib shu vaqtda derizlarni butunlay etilib qolgan. İlə xalqlar aeroplanın derizini açmansın, açmagan, aşında nimalar bor da. O başqa tema bo'lsin. Lim bilan Türk imarat qurilishida bundaq cho'ng rol o'ynag'ashqa biz odatdimi mo'yim kam bo'lsa bo'lmaydigan munavvar tayinchi odamlarni davlatning, millatning turki deb ataymiz. To'g'rimi? Uyg'urlar ikki jumriyatning qurilish jarayonida Lim bilan Turkni yaxshi tanlamay jumriyat o'rilib halak bo'lgan. Tangirtaq o'rmonlaridan Uyg'urlarning davlat imoratini tiklaydigan va ko'taradigan Lim bilan Turk chiqmaganiga asrlar bo'lib ketdi. Birinchi va ikkinchi jumriyatda Uyg'urlar Xitoyni tajovuzchi dushman deb qabul qilmagan G'ujin Niyoz bilan Ahmadjon Qosimni jumriyatning Lim va Turki qilgan. Buningdanmi İçinarlıq yeri G'ujin Niyoz Shinsisayni birinchi jumriyatning Limi qilib olgan. O Shinsisayni boshliq qilib olgan, o'zi asha ketdi. Ahmadjon Qosim Jangjujungni ikkinchi jumriyatning Turki qilib qo'ydi. Shu Jangjujungning qo'lini ostidagi muavin rais bo'lib keldi. Shuning uchun vayron bo'lay degan, shu vaqtda Xitoy vayron bo'lay degan Xitoy jumriyati 40 ming bar bizning askarimizni davlatimizni bundaq asta istirib qo'ysa, o'rilib chiqib ketdi. 960 askeri bor ekan, men eng oxiri sanab oldingi so'zlab tushdim bu 960 askar qolibdi butun Urumchida. Men sizlar Xitoyning ila Xuyabangning o'g'lining o'qigan hujjatini men oldin 11 bitim so'zlaganda sizlarga qo'yib qo'ydim. O'rilib chiqib ketdi, bu ikki jumriyat vayron bo'ldi. Buning natijasida Xitoyni tajovuzchi deb qabul qilmagan nodon liderlarimiz va bu liderlarni azizlagan, qo'llagan, yo'llagan, agashgan millionlagan Uyg'urlar o'ldirildi. Qasdlandi, ziyonkashlikka uchurdi, xoni vayron bo'ldi, bola chaqlar to'zab ketdi, iymoni bulg'andi, ayollari bosqinchilikda dafsanda qilindi. Ama yaqinda bir siyosatdan kelganlar uchun nurg'unlar telefon qilsang, telefon ko'rishmaganlar telefon so'zlab berdi. Bir odam bir ishni menga so'zlab berdi vatandagi. Masalan, turmada ketgan ayollar, erlar shunchalik qiynashdan boshqa ro'yi azob shunda uchraydi. O'lishdan qo'rqidi, o'lib o'lishdan. Ular ochiq deb qo'ydi, agar sen o'lib olsang, bolalaringni uyingdagi hamma nimani mishaga kirib ularni davomlashtiramiz deydi. Şu o'lib o'lishdan qo'rqidi. Hatto o'yinlar lagerlarning o'ttirda munda xilq bo'shliq bo'lg'ashqa, munda o'yildak yabag'u ashaga deydi. Er ayollarni har haftada bir qitim maydon qip yalang'och qilib mang'ulga aralashdi. Balsi ota-onasini bor ashni birsi deb berdi. O'lib o'lishdan qo'rqidi ekan. O'lib olsang o'zingni, sening bolalaringni men akilmamayga deydi. O'lib o'lishdan qo'rqidi ekan. Bugün kunga kelganda bütün Sharq Turkiston lagerga aylanib, bütün zimin irqiy qirg'inchilikdagi Uyg'urning jahon do'zaqiga bosgan zorlashlarni, jahonni bosgan zorlashlari, falakka yetgan faryodlari, daryoda oqqan qonlari va kuydirilgan jasadlardan bo'shliqqa tarqalgan yolqinlari bilan cehennemge aylanib ketdi. Uyg'urlar, to'g'rimi? Bir cehennemge aylandi. Uni oz degandek Uyg'urlar shu chirib ketgan Lim bilan Turkni o'zlari olgan kichik muqlarda. Mayat anchimuncha avat mayat bizni Kaliforniyada o't ketyapti, palanchat o't ketdi deb hukumatning qilgan ogohlantirishi. Sana şaq bulamda bizning Kaliforniya har yil o't ketadigan yer bu qurg'oqchilik. Nimishqa aslarlar shu yazda 11 ayda yağmur yaqqan keyin yer tog'lari butunlay yaxshi to'pa cho'p degan mush osmon bilan o'sib ketadi. 6-nji, 7-nji, 8-nji gradus 32-35lar chiqib ketadi. O cho'plar degan qurib undan keyin tog'larga tashlar bunda o'mlab tushidi-ku. Bunda o'mlab tushlaylik tashlar bunda tegib ketsa-mu, ashundan chiqqan yolqin bilan o't ketib qoldi. Moğollarga beqindi holatda necha asr yashadik.
Bu jarayonda Uyg'urlar o'zining shahar davlatlari holatda yashagan bo'lsa-mu, birlikka kelib, bir gavda bo'lgan va marganlashgan davlat imoratini silish ishtiyosi, imkoniyati, qiziqish ong yoki havas bo'lmadi. Boshqa millatlar solgan imorat qurilishining soyasiga yutqan silib yetish odatga aylandi Uyg'urlar. O'zining makonlarini boshqa millatlarning imorat qurilish silishiga berib xotirjam yashash xumor bo'lib qoldi. Faqat o'lganda jasadni qo'ydigan uzunligi 2 metr, kengligi 1 metr, cho'nqurligi 2 metr keladigan cho'llardan o'rin olgan mazorliqlardan o'rni bo'lsa rozi bo'ladigan bo'ldi. Hozir bu orzu tilaklarimi yo'qab, o'tda kuyib bir changal kulga aylanıyotir. Favqulodda silinib qolgan davlat imoratining lim va turklarimi sapla xoin munofiq, haram tamoq, ochko'z nafsoniyatchilardan tanlanib, ig'iz oshqi tagsa, bosh tashqib tegmak degandek barliq qurbonlar g'alba bo'sug'ida mag'lub bo'lib oyoqlashdi. Hozir Uyg'urlarda tushkunlanishni xohlaydigan birsi bir tal limni qo'yib bo'lg'ichi yana birsi uni o'rib etishga oldiraydigan axloq qilliq bir tabiiy odatga aylandi. Rabia Qodir degan bir ayol, bir ajoyib ayol, manchilikli bir ayol, yini ba'zida ko'rsanglar. Degan ayol chiqib ojiz badni bilan Uyg'ur imoratini turgi bo'lib tik turib va Uyg'urlarni hech bo'lmaganda shakl jihatda birlashtirib bir gavdaga aylantirgan edi. Uningga yulanchik bo'lishning o'rniga uni o'rvatmay fursatparastlarning ko'ziga uyqa kelmadi. Qo'li ishqa bormadi. Limni o'g'irlab turkni almashtirish yilani ishiltib, o Rabbimdamga oliy rahbar degan yolg'on atalg'ini berish orqali dunyo Uyg'ur birligini vayron qildi. O'zining shaxsiy manfaati uchun vayron qildi buni. Dünya Uygur kurduğundan hain adı köködük doğruma Dünya Uygur kurduğundan paskinci. Ulardan hain çıktı, şapakçı çıktı, baskıncı çıktı, cinsi parakançı çıktı. Hemmisi çıktı. Onun Allah Allah demek, ki onu her xil bahanalardan aklaydığı adamlar çıktı. Yani, muşunun özü Uygur milletinin qini qançılık buzulup ketkenliğini aks etiyordu. Xitay strategiyachileri, mutafakkirlar, logiyashunoslar, siyosatlar, imorat qurilishlarki lim bilan turklarning shakllanishidan, tanlanishidan, o'ynagan rolidan ilhomlanib, qadimgi Xitoy askarlarini safga tuzganda nurg'un to'rt bulung shaklda, yana imorat shaklida tuzgan. Ameliyatda Xitoylar emas, masalan, milladiydan burun 356dan 323 davrdagi Girtisiya generali Aleksandr 1769dan 1821 davrdagi Fransiya generali Napoleon 1759dan 1813 davrdagi Rus generali Kutuzov 1981dan 1566 yılı impariya devriki Osman Türk generalının koşu sefleri asas cihetten tört bulun. Burun uruş ki, burun kinolarını köremsiz, kümemsiz ben toğun, burun kinolarını kasa askerler kata tötças oldu. Öyle Spartak'ın hücum degende aldaki iki ças, gar mekbireye çaktı toktaydı. Toxtağan dike ma yandaki iki ças onun yeniga mandak toktaydı. Kendiki mandak aşında ilgirleydi burun kinolarını kasa tötçasta kıldı. Şimdi Osmanlı kılıda şu devrini ettirgen kinolarını görsek eskilerini açta mangallıkını görmüş. Ma resim altı ekranı. Resim altı. Hemen işte resim alttan. Ben de bunu okuyunca Xitayçılığına bunun manasını düşündürüp koyarım. 36 ilaqı Sungdu Bingfa'da Xitaylarning her bir Sungdu Bingfa degan kitobda her bir qomusda şu kitobda asli mandaq yozilgan. Qadimgi Xitoy bu nurg'un to'rt bulung va to'rt bulung shaklda
tartiblangan qo'shinlarning to'g'risiga saplanganni lim liang deb o'qiydi. Mandaqsi bo'lganni lim liang deb ataydi ekan. Hujumga ishlatadigan asosiy harbiy kuchni sapning o'ttirsidan uzunisiga kesib o'tadigan qurlarga o'rlashtirgan. Buni Zhu Liang deydi ekan. Mandaqsiga sapdi lim mandaqligini turk deb ataydigan. O'ttirga mandaq muhim asos kuchni. Chunki asos kuch o'ttirsida o'rinlashsa, sapning har ikki tarafiga tez yutkilishga oson bo'lgan. Bu turk deb ataydigan asosiy qo'shinning o'rni olmasa, bütün qo'shinning sepi boshqadan ratlandi. Bu xuddi uyning turkini mayadan emas, ayya qo'ysak, uni limning o'rnini almashtirmasga, lim boshqadan to'piga ashak opirib qo'ymiz. Turkning tiklangan joyiga qarab lim o'rin topganga o'xshaydi. To'g'rimi? Uyga qo'ymasak, turkga maya qo'ymaydi. Maya qo'ymasak, turk lim to'pi shuning bilan mangsi bo'ladi. Shuning uchun generallar qarshi tarafning asosiy kuchi bo'lgan turkni to'xtatmay harakat qilishga majburlash orqali ularni charchitib, g'arg'uzib, zeriktirib, kuchni ojizlashtirishga va xato o'tkazishga tirishadi ekan. Xitoylar so'qish oldin to'xtatmay bakib imkoniyat bor o'ttir turganni yili mayoqqa mangsa, chunki bu mushtal mangandiki butun ashib 4 jas bo'lgan askarlar hammasi o'rinni almashtirish to'g'ri keldi. Shundoq qilib askarlarni ojizlashtirgan xatning ma'nosi shu. Mana bu bo'lsa, bu yillarning yana limni o'g'irlab turkni almashtirishning dastlabki ma'nosi. Dastlabda shundoq yozilgan. Bu yo'jiq bir so'zlar bilan. Buningdan bilib olgani bo'ldiki, bu yillarni qo'llanish jarayonining xususiyati bo'lsa, psixologik tirkishish. Masalan, 1944-yili 6 kuni G'arb birlashma qo'shini shu Germaniyaga qarshi Normandiya hujumini boshlashdan burun Angliyadagi barliq German ishbiyonlarini qo'lga tushirib, ularni o'ziga xizmat qiladigan qilib, ular orqali Germanlarni yolg'on axborot bilan ta'minlaydi. Germanning asosiy qo'shinni Normandiyadan boshqa yerga yutkazib yetadi ekan. Normandiya hujumni g'albalab olaqchid ekan. Asla bular biz Normandiya hujum boshqa yerdan hujum qilmasdan Xitoylar Xitoylar deyman, Germanlar Normandiyaga qo'yib qo'ygan asosiy hujumchilik askarni yili orqali mayoq yutkazib ekan. Turkni almashtirib ekan. Shu bilan maya bo'sh qolgan bu yerdan hujum qilib g'alaba qozondi ekan. Xitoy bu yillarni ishlatib Uyg'urlarga zarba bergan misollar bak ko'p. Masalan, Xo'janiyozni Urumchiga yutkab ketish orqali birinchi jumiyatning lim va turkini tortib etib vayron qildi. Chunki qurolliq kuch Xo'janiyozning qo'lida. To'g'rimi? Sobit domlaning qo'lida qurolliq kuch yo'q. 11 bitimni o'ydirib chiqarish va Ahmadjon Qosimni o'lkaning muavin raisi qilib ikkinchi Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini Xitoy o'lkasiga aylantirdi. Bu mana shu vaqt 46-yili ikkinchi Cumhuriyet amaliyoti halok bo'ldi. Shuningdek Xitoyning bir 11 bitim bo'yicha Xitoyning bir o'lkasi bo'ladi-ku. Armiyami Xitoy armiyasi nimasi o'tadi. Rabia Qodirni siyosiy o'zgarish olg'i dunyo Uyg'urning raisligidan ilib etib, Uyg'urning birligini parchaladi. Bu yillarning chet el Uyg'urlarga ishlatib natija qozongan yana bir natijasi. Masalan, men bu so'zimga Dolqin Aysaning Uyg'urlar indigenous deb qo'y. Bu intayin xatarlik pishib yetishgan yili. Uyg'urlarni indigenous degan qabul qilish orqali Uyg'urlarning tarixda davlat qurgan, tarix faktini yo'qotib qolmay, kelgusidimi davlat qurish imkoniyatini yo'qotib yetadi bunida. Chunki indigenous degan gapni men burun so'zlab ketdim. Shu yerning egisi davlat qurib baxmagan, bundan keyin davlat qurolmaydi, o'zining yezigi yo'q. Bu 4 ma'noni birlik ekanganda indigenous degan gapning ma'nosi chiqadi. Hozir dunyoda 464 mi 466 indigenous millat bor. Bu yillar to'g'riliq 36 yillar, yana 36-25-yilda shundoq yozilgan. Nima
Rasm 7 ga akab qo'ying. Ha, ashuni mana. Bu xat nima? 20 xatdan tarkib topgan. Buning ma'nosi nihoyat chuqur. Qadimgi Xitoy tillariki bir jumla gapni, bir necha xatni hozir zamon Xitoy tiliga o'zgartirib bir paragraf bo'lib ketadi. Men bu xatning, bu so'zning ikki ma'nosi bor. Birinchi, bu 36 yilning degani ittifoqdosh armiya bilan birga urush qilganda uning asosiy harbiy kuchini yoshurun yutkab va mag'lubiyatga yetaklab, uning o'rniga o'zingning asosiy kuchini o'rinlashtirib olsang, yana ittifoqdosh armiyaning limi bilan turkini o'zingninki bilan almashtirib olsang, ittifoqdosh armiya o'zini kontrol qilolmay butunlay mag'lub bo'lib, sana qo'shilib ketishga majbur bo'ladi. Bunun orqali ittifoqdosh armiyani butunlay o'zingning qilib olsa. Bu bo'lsa ittifoqdosh armiyani, ya'ni armiyanimi yila bilan o'zingning qilib olib, ondan asosiy dushmanga hujum qilish taktikasi. O odat do'stlar o'tirin bu bo'ldi. Bu bo'lsa dunyodagi do'stona davlatlar, qarindosh tashkilotlar, cho'ng savdo setiq shirkatlar, banklar, banditlar, har xil guruhlar bir-biriga o'ra qo'llab, yuchuq tepib, bir-birini kontrol qilish uchun doim qo'llanilgan siyosiy va diplomat hiyla. Hozir doim falon shirkat birlashibdi deymiz, to'g'rimi? Shu birlashgan nurg'un yerlarda bir shirkat, asos shirkatning pay birini ilib olib, u shirkat foyda topolmaydigan yerga tushgandan keyin ma shirkatlar birlashishga majbur bo'ladi. Masalan, Xitoylar buni bizga ishlatgan. Osman Baturni Xitoy avval Gomindan davriga o'ziga xizmat qilgan qilib olib, ikkinchi jumuriyatning milliy armiyaga qarshi solgan. Bu to'g'rida Osman bandit milliy armiya bilan qarshi kurashgan. Keyin milliy armiya xitoylashgandan keyin milliy armiyani o'ziga xizmat qilib olib, milliy armiya orqali Osman banditni yo'qotgan. Osman bandit tutib keyinni qo'lgan Xitoy yo'q, u yerda Xitoy nima bildi u Sharq Turkistonga asos milliy armiya. Osman banditni qo'lga olgan shu vaqtdagi harbiy qo'mondon bilan men so'zlashgan bu. Bu bizning bir yaqin tonish. Ikkinchi, Xitoy dunyo huquqini kontrol qilish orqali dunyo Uyg'urning mustaqilligini tashlab, o'z taqdirini o'zi belgilash, Uyg'urlar indigenes degan bayroqni ko'tarib, Xitoy uchun xizmat qiladigan qilib olgan. İkinci ma'nosi buning. Soxta yoki yolg'on hujum qilib, dushmanni aldab, uning qo'shin sepini to'xtamay o'zgartirishga majburlash orqali uning asosiy kuchi o'rinlangan sapni to'xtamay yutkashga yetaklab, uni holsizlantirib, uning ojiz nuqtasini oshkorlab, ularda mag'lubiyat alomati ko'ringanda fursatdan foydalanib, uni biroqla yo'qotish shart-sharoitni hozirlash. Bu jumla oxirgi yechilun degan gapning ma'nosi dushmanning ishlarini orqaga tortib, kechiktirib, andin uni siqib chiqarib o'rnini ilib olishdan iborat. Masalan, Uyg'urlar Xitoylar Uyg'ur amaldorlarini Xitoycha so'zlashga majburlar. Hozir masalan bizning bir professor universitetda biz birga o'qigan matematikada bir bolavatdi, shu kompyuter science, kompyuter fakultetining mudiri bo'lgan. Shu universitetning ichida Xitoy Uyg'ur so'zlabga, sen ommaviy so'rinda Uyg'ur so'zlab milli bo'lginchilik qilib 3 oy so'lab qo'y. Xitoy masalan Xitoy binolarining ichida qat'iy hukumat binosi Uyg'ur so'zlab tamomila cheklangan. Hozir boshlang'ich maktablarda butunlay Uyg'urcha tuydi, to'g'rimi? Uyg'urcha ham butunlay xitoylashdi. Hozir yana 6 kundan keyin qarasangiz, men yeni chiqayotgan bolalar Xitoylar bir necha yosh bolalarni, o'smir 10 yosh, 11 yosh bolalarni muzokara qilgan, intervyu qilgan YouTube'da hech qaysi Uyg'urcha bilmaydi. Chet eldan bağlan, O'zbek, boshqa yerlardan bağlanma kameralardan bir qancha video chiqib qoldi. Uningda shu Uyg'urcha gap qilsak javob bermaydi, Xitoycha qilib baqalar deb Xitoycha javob so'zlashganlar bor.
Shunda ravan so'zlayotdi. O jiq chiqyotdi, u bo'lyotdi-da. Bir Masalan, mesele bir şerde aslında ayrım Xitayning vatandagi ahvolni kuzatish ayrım bir temi de. Lekin hozir so'z chiqib qoldi. Ya'ni oliy maktabning bir professori oliy maktabda bir maydonda oshkor maydonda xitoycha so'zmay uyg'ur so'zlaganligi milliy bo'lgunchilik deyilibdi. Ama hozir Xitoyning Douyin ma bu naq maydon taqtilgan videoluk narsalarda bütün Uyg'urcha programmalar bor, gaplar bor. Bu acayip uverni qo'yib turibdi. Ya ular Xitoylar azaldan go'yo modunda go'yo funksiyon asosi ziddiyatning asos yo'nalishida bir-birlab yeydi-da bular. Asos uylanmasdan. Ya'ni navbat masalasi. Navbat masalasida. Hozir masalan siz Sharq Turkistonga berib salom alaykum desangiz, hech kim va alaykum assalom deb javob bermaydi. Bu şu tik götürüp kol Osman'da berdi. Kol Türkiye. Hiç kim, işçiden diyor, hiç kim onda cevap vermiş yok. Normal Şarkı Türkistan tüydü. Mesela aylık berip gelgen bir adamı söylediği adı kütüphanlarda Uygur kitap, hatta Mao Zedong'un kitaplarını Uygurca kalmadı. Kütüphane bütünle Uygurca neşriyat yok, tüydü. Hiç kandak kitap kalmadı. Hazır fakat Uygur kitapını aylık bir tarihi museum hallarının kitap halları şu yerde görsüzken. Mesela Xitoy Uyg'ur amaldorlarini Xitoycha so'zlashga majburlab qo'sh tilliq siyosatni amallashtirib, oliy maktablarda Xitoy dars o'tishni majburlab, bizning burungi savodli oliy maktab hammasi Xitoy bilan Uyg'ur dars yo'q tuydi deydi. Hukumat idoralarida va maktablarda Uyg'urcha so'zlashni qonunsiz qilib, Uyg'ur so'zda idoradan kat buni ishlamasa, maoshini to'xtatmaydi ekan, yo'qlik qilib ketdi. Olğanısını toxtuydu. Uygurca kitaplarını köydürüş arkalık Uygur tilini yoktub, Uygur zuvanını Xitaylaştırışda çoğun neticeye erişti. Adı Uygurlarını İslam dininden çeklavatıdı. Çoşka güç yiyişke mecburlavatıdı. Mesela Ümeldar şehir başlığı çoğun emeldarlar jığın açıdı o Uygurlar, Xitaylar. Jığın açıkan çoşku koysan Uygurlar yemisiniz etsiz hizmet yok değil. Çokum yeyke başlar, hem o çoşkuş yeyke. Aylık bir Xitay'ın da ekin süddat Uygurlarını çokum çoşkuş yiyişke mecburlaş gerek aşlarını. YouTube'la sözlavatı, adet top kaldı diyor. Çoşkuş yiyişke mecburlaydı. Uygur kızlarını Xitay bilen toy kılışka kıstavatıdı ve adetlendiriyordu. Bunun kıstaştın adı nurgun yaga adetlendiriyordu. Adet bu git vardı. Adıla Uygurlar kızlar çoğun videolar çıkarıp ola xeyli bir Xitay 4-5 ile Xitay'nın sayahatçileri kesinlikle Uygur kızlar ula bilemiş kucağılışıp su oynaydı, aşağılar o işlamadı, TikTok'larda gümbüldep çıkıp vardı o. Uygurlar Türk emas degenni tarihi kitaplar kırgızdı. Adı her kandak Uygur uyaktaki tarihçiler Uygurlarını Türk'le bilen münasibete iple taşıydı hizmet. Uygur Türk'le hiç kadar münasibet yok değil. Adı onu Kırgız bütün tarih kitapları dersle kırıp verdi. Kırgız oldu. Uygur neşriyatını yokattı. Kitapxanalarını kitapxanalardaki Uygurca kitaplarını yokattı. Mesela ekini Senever Tursun, hemimiz bilmez Uygurların suyunduğu nakş. Ekini Senever Tursun mu? Nakşını Xitay'ı itiyordu. Gördünüz mü? Anladınız mı? Xitay. Yok. Vakıtın kılımı kemmeydik ya Xitay'ı var. İtiyordu da şehirde. İtişke mecburlavatmam. Mana bu bolsa limni o'g'irlar turkni almashtirish degan 36ning dastlabki yedilishi abay ko'rsatgan limni o'g'irlar turkni almashtirish degan yillarning yadrosi bo'lsa almashtirish. Yillarning tabiatini va mazmunini yoshirib o'zgartirib, aqlab-saplab aldab, ko'z bo'yamchilik qilib, uning narslarini o'zingninki bilan almashtirib yetish maqsad qilish. Misali Dünya Uygur Kurulu'nu bugün qattiq tanqidlab qo'yilgan. Dünya Uygur Kurulu'nu Uygurlarning mustaqil ideologiyasini uyg'urlab, mustaqil desak, hech kim anglamaydi. Kishilik huquq bilan mustaqillik degan o'xshash narsa degan falsafani dunyoda setib, o'z taqdirini o'zi belgilash bilan mustaqillikni almashtirib etib, to'liq bilan Sharq Turkiston bo'lsa Xitoyning ayrilmas bir qismi degan nazariyani dunyo siyosiy sahnada setib kelyapti.
Hatto Uyg'urlar Independence degan bayroqni egib ko'tarib, Uyg'urlarning oldingi 100 yilgacha mustaqil davlat qurgan, imperiya qurgan, loqni inkor qilib, kelgusidagi davlat qurish ehtimolini qasd qilgan. Bu aldamchilik bilan dushmanning asosiy qo'shinini to'xtatmay yutkilishga majbur qilib, yetib, yugartib, hosillantirgan natijaga yetishini bo'ladi. Demismi, hozir Uyg'urlar bizni ming yangi yaqinmışa qilib, hozir Uyg'urlar rost aytsak, holsizlanib ketdi, to'g'rimi? Bizlar yerib qoldik, rost aytsak. Yerib qolibman menmi sizlar. Sizmi yerib qolibsiz? Bu so'zlaydiganlarmi, ochadiganlarmi ozayib ketdi, so'zlaydiganlar yo'qolib ketdi. Düşmanning planini va barliq ko'z qarashlarini o'g'irlab, o'zingninki bilan almashtira olmasdan maqsadga yetolmaydi. Yig'ib aytganda o'g'irlash usul, almashtirish maqsad. Limni o'g'irlab almashtirish. O'g'irlash usul. Buni qanday qilib? Maqsad almashtirish. Xitoyga qurolliq qarshi turaman degan har qanday tashkilot bu yillarni nihoyat yaxshi tushunish kerak. Bugun kunlarga kelganda, bugun kunda bu yilni qanday tushunamiz desa, bugun kunlarda bo'libmi hozirgi davrda Uyg'urlar almashtirishning ma'nosi kengayib, harbiy, siyosiy, iqtisod, diplomat sohalarida mundaq mazmunlarni bildirdi. Birinchi, dushmanning va do'stingning nuqtai nazariyatini o'zgartib, o'zingning nuqtai nazariyati bo'yicha so'zlaydigan qil. Bunda qilish orqali dushmanni va do'stingni o'zingning maqsadi va manfaati uchun so'zlaydigan qilib oldi. Masalan, Sharq Turkistonda Xitoy Uyg'urlarni faqat Xitoyning nuqtai nazariya bo'yicha so'zlaydigan qilib qo'ydi. Hozir Uyg'urlarni masalan Xinjiang degan gapni yangi tepilgan zimin, yangi besilgan zimin, burun Xitoy logotida yangi tepilgan zimin deb yozgan. Hozir Xitoylar oldi so'zlab o'tgandim. Gu Tu Fu Huan. Qadimki zimin egisi qaytib keldi deb lug'at tushundirdi. Uyg'urlarni bir Uyg'ur men o Xinjiang degan gapni men tufqa bu yangi zimin degan emas, mishak kelib bende. Uning ma'nosi zimin asli egisi qaytdi degan gap. Deb ma bir Uyg'ur deb beryapti. Masalan, Wei Jingsheng dunyo riyosatchi qilgan suhbatni Xitoyni ulug'lab, Uyg'urni dafsanda qilgan suhbatga aylantirdi. Masalan, Dolqin aytsa Uyg'urni indigenesiga taxtini mushto yo'g'on taxtini oldiga isib, taxtayni ko'tarib, Uyg'urning burunqi, hozirgi va kelgusi tarixini biroqla yo'qotishga intildi. Ikkinchi, bu hozirgi davrda dushmanning yoki do'stingning tushanchisini o'zgartib, o'zingning tushanchisi bilan fikr yurgizadigan qil. Bunda qilish orqali dushmaning va do'sting sening beqib olgan balanga aylandi. Qaramoqqa sana o'xshimisimi, sen bilan moyi jihatdan farq bo'lmaydi. Masalan, xuddi nurg'un Uyg'urlar qaramoqqa Uyg'ur bo'lsa-mi, Xitoy bilan moyi jihatdan farqi yo'q. Uchinchi, bu yerga limkirik degan har qanday mavjudiyatni gavdalantiradigan va kimligini saqlaydigan jonliq va asosiy omillar, zarur va yetarli shartlarni ko'rsatadi. Bu yerda da'vatga omillar bo'lsa, davlatning mustaqilligi, millatning kimligi, har bir ishlarning harbiy ishlarning qo'mondonligi, siyosatning yo'linishi, diplomatiya ishlardagi siyosatlarning bekitilishi, diniy ishlarga bergan tushunchasi, davlatning jo'grafiyalik doirasi va bu jo'grafiyalik doirasiga bo'lgan egilik huquqi, har millatning tarixini o'zi yozalaydigan erkinligi va o'zi yozgan tarixni dunyoga qabul qildira oladigan imkoniyati, odamlarning har qanday qaror chiqarishga yetakchilik qiladigan nazariya asosi qatorliqlar. Uyg'urlar bu Sharq Turkiya buni hammani yo'qotib bo'ldi, hammani ip bo'ldi. Agar bir millat bularni o'g'irlab boshqa narsaga almashtirib etsa, bu millatni hazm qilib o'zining oilasiga aylantirib yetalaydi. Xitoy degan millat tarixda Manzullar Xitoylar 286 yil yuz berdi. Eng oxiri shu jarayonda
Xitoylar ularni yo'qotib, o'zining eng oxiri yo'qolib ketdi, o'zini odami qilib etdi. Agar bir millat bu narsani tottirib va yo'qotib qo'ysa, bu millat o'zini gavdalantirib turadigan lim bilan turkni yo'qotib qo'yib, tarixga aylanib ketadi. Masalan, Sharq Turkistonda Xitoy bu narsalarning hammasini Uyg'urlardan tortib oldi va o'zining lim turki bilan almashtirdi va turyotdi. Masalan, masalan deydikmi, Uyg'urcha nashriyatlar yo'q edi. Hamma Uyg'urlarda Xitoycha o'qiydigan boshladi. Kitob yo'q. Hatto oddiy salomlash Uyg'urcha salom islom bo'yicha assalomu alaykum deydigan salomlashma yo'q. Masalan, Muhammad, shu İbrahim, o'sha bizning diniy ismlarningmi hech qaysi yo'q, qolmadi. Diniy ismlarmi qolmadi. Undan keyin to'y qilishga majbur bo'lyotidi. O to'y qilgan qizlarni, ishga kirgan qizlarni so'zlatyotidi. Mushlarning hammasi bu millatni butunlay yo'qotib etishning, limni o'g'irlab, turkni almashtirishning usullari. Buning natijasida nurg'un Uyg'urlar bizning tarixdan yo'qolib ketadigan vaqtimiz keldi degan hukmni qabul qildi. Uyg'urlarda nurg'un hech qanday Uyg'ur aralashmaydi. Va buningga bo'lgan psixologiya tayyorligi putkirishga bo'ldi. Hozir masalan bizning Los Anjelesda o'tamiz. Los Anjelesdami men uqmaymanki, men bizning o'sha atrofida bir 200-300 Uyg'ur bor desa, 1500 dak Uyg'ur bor deydi. Abduldo'g'an ballarga. Uning ichida Xitoy bilan to'y qilganlar shunda jiqki. O'sha Amerika, Xitoy bilan to'y qilganlar shunda jiqki. O'zi Amerikada yashaydi. Men bilgan bir qiz bor, mishaga o'qish kelib shunda chiroyli qildi. Mishak o'qish kelib, bizni o'ylamoqchi kelib, mishada bir Xitoy qo'yib ketdi. Shunda motorda qizib oldi. Uyg'urlar menga nima qilib berdi deb bir Xitoy oshxona ishlayotgan bir Xitoyga tunishib, shu Xitoyga bir ketdi. To'rtinchi, bu yilani hozirgi davrda qo'llangan tuxumdan tuk undirib, yo'q narsani ko'paytib, yolg'on bilan rostni yetib, xalqning diqqatini o'ziga qartib, cho'ng ishlarda o'zini asosiy boshlamchi qilib ko'rsatib, boshlamchi rolni qo'lga ilishni ko'rsatdi. Bu yerga Uyg'urlar almashtirish degan so'zning javri bo'lsa almashtirish. Uyg'urlash birinchi bosqich. Faqat uni o'zining ideyasi bilan almashtirib etsa, ondan bu yila amalga oshadi. Hozir Xitoy Sharqiy Turkistonda qilayotgan ishlar naq mushuningdan iborat. Tuanda bu to'liq tafsili to'xtaymiz. Bu yila limni o'g'irlab turkni almashtirish, Tolian Xuanzhou degan turaqliq iborat bilan ifodalanishi Xitoyning klassik 4 cho'ng asrning biri bo'lgan Qizil ravaqtga tushdan kelib chiqqan. Endi Xitoylar yuqorida tarixni tatib bu yilani nima deb tasvirlaganligini so'zlab tushuntirib o'tdim. Hozir bu yila nima uchun hozirgi 4 xat bilan lim Tolian Xuanzhou. Bu 4 xat bilan nima uchun qachon bu 4 xat bilan ifodalashga boshlagan to'g'riliq so'zlayman. Buningdan xeyli bir bilan o'rganib ketisizlar. Qizil ravaqtga tushdan kelib chiqqan. Qizil ravaqtga tush bo'lsa Uyg'urlarning mushu yer midilmay aytsin, Uyg'urlarning Toyir Zo'ra, Farhod Shirin, G'ayrib Sanam hikoyalariga o'xshab ketadi. Lekin Toyir Zo'raga qaraganda hikoyaning orqa ko'rinishi keng, mazmuni cho'nqur yozilgan. İnsoniy go'zallik va tragediyalik go'zallikni tangla tasvirlagan. O Toyir Zo'radek yozuvchining hissiyotini ifodalash orqali yozilgan emas, balki tarixiy orqa ko'rinishni tasvirlashga intilgan. Men mishada qisqa kelganda, masalan, men Uyg'ur tarixiy klassik romanlar bilan Xitoy tarixiy romanlarining farqini, masalan, shu Toyir Zo'ra bilan masalan Qizil ravaqtga tushishning o farqini, saviya farqini o'zimning tushanchisini o'ttirib qo'yay. Nurg'un adabiyot fakultetida ishlagan doktorlar, nimalar bor, yozuvchilar, tarixchilar bor. Agar mening ko'z qarashimga qo'shilmasanglar, o'zinglarning fikrini yozsanglar bo'ldi. Bu 36 bilan, men so'zligim bilan munosabat yo'q. Lekin mushu men dedim-ku, so'zlash jarayonida g'oy bir yalag bo'lgan ko'z qashirimni qistirib o'tib ketaman deyman. Men ikkisining farqini masalan, Toyir Zo'ra bilan Xungluming Qizil ravaqtga tush ikkisining farqini so'zlab o'tib ketay.
yana bir qatam Uyg'ur yozuvchilar agar buning qo'shilmasanglar o'zingizning tanqidiy fikringizni yozsanglar bo'ldi. Uyg'ur klassik yozmalari bilan Xitoy klassik yozmalarining farqi Uyg'ur yozuvchilar o'zining hissiyotini ifodalashga tirishadi. Xitoy yozuvchilar atrofdagi jamiyatni, ustun qurilmani va insonlarning irmash, chirmash ichki dunyosini tasvirlashga intildi. Uyg'ur klassik romanlarda Paris tilining ta'siri cho'ng bo'lg'achqa, yozmalari asos jihatdan yozuvchining hissiyotini ifodalash bilan xalqqa taqdim qilindi. Uyg'urlarning klassik romanlarini o'qisak, asos jihatdan yozuvchining bulduqlab turgan hissiyoti bizning oldimizga keladi. Bu muhabbatlarning bir-biriga bo'lgan qalbiy yozuvchining hissiyoti orqali ifodalandi. Bu kitoblarda yozilgan hikoyalar shu davrdagi tarixning orqa ko'rinishi yozilishdan bakarak yozuvchining hissiyoti ifodalandi. Uyg'ur tili bo'lsa shoironilik, she'r xarakterlik, poeziyalik til. Uyg'urning tili bir muntal so'zlakli bir she'r. Ufqumning ko'p xilligini va ro'shan aniqlamasini berish asos qilinmaydi. Biz tarix bir aniqlim bermay kelgan millat. Masalan, tuzsizlik desak, biz tarix tuzsizlik degan nima degan gap? Ashning aniqlim bermagan. Hozir Uyg'urlar siyosiy masalalarni muhokama qilganda ishlatadigan gap so'zlar umuman olganda g'arb tilidan kelgan. Shundaqla ifoda g'arb tilida hozir biz ishlatayotgan nurg'un siyosiy so'zlar g'arb tilidan kelgan. Hozir Uyg'urlarni bir-birisi bilan bundaq muzokara qilsak, shu so'zlashsak, shu hissiyotchango'ylik mazmun hal qilish nimalar ayni qanday hal qilamiz, bu masalaning kelib chiqish manbasi narsa, uning bilan korimiz yo'q. Hissiyotimizga bek berilamiz. Xitoyning klassik adabiyoti shu davrni tasvirlashni asos qiladi. Misha turusas misha kelma. Bularning yozmalarida yozuvchining hissiyoti o'rin olmaydi. Yozuvchining o'zining hissiyotini yozmasidan chiqarib o'tkazishga shu davrdagi tarixning orqa ko'rinishi inchik tasvirlanadi. 36 yilda kitob hissiyotini yetakchi qilib yozgan millatdan chiqmaydi. Hissiyotidan o'zini ozod qilgan millatdan chiqadi. Xitoylar bir gap bor, noit vahshiy gap. Anglab qo'yinglar. Bu Xitoylar nima deydi desanglar, Huangdi Wuqing deydi. Bu deganning gapning ma'nosi podshoda rahim bo'lsa bo'lmaydi deydi. Podsho rahimsiz bo'lish kerak deydi. Shuning uchun boshqa davlatlar podsholar imkon bo'lsa mehribon bir yon qilib ko'rsatishni, haqlarga sodiq pul bersa, bu millat tarixdan deydi, podshoda rahim bo'lsa bo'lmaydi deydi. Başka padişahlar hukuk olganda atrofdagi odamning o'ziga yordam qilib hammani qirib yetadi. Mao Zedong hammani qirib etgan. Shuning uchun bu butun Xitoyning madaniyati, butun mushini narslar Xitoyning hammasi mushining uchun bo'lgan. Uyg'urlar hozir bir ishni mana ichak qistirib qo'ygan o'zimning mulozimasi. Uyg'urlar hozir bir ishni muloyiza va muzokara qilishda o'zining hissiyotini ifodalash bilan bog'liq energiyasini isrof qilib qardan chiqib bo'ladi. Voqealarni tasvirlash va uni hal qilish uchun tadbir izlash bosqichga zodi yetolmaydi. Uyg'urlar hissiyotni ifodalash bosqichida intayin hayajonlanib, qattiq ochiqlab, tip chaklab, maydni mushtumlab, qattiq terikib, beshi sanglab demi ichiga tushib qardan chiqib bo'ladi. Shu voqealarni dunyoga obrazliq tasvirlab berish bosqichga kelganda kallasi bo'ynining ustiga qo'ygan qapoqqa aylanib ketadi. Hozirmi Uyg'urlar asosiyatdan Xitoyga bo'lgan nafratini ifodalash bilan to'xtab qoladi. Xitoyni zolim, qonxo'r, yovuz, qabih, qotil, yutqich, shafqatsiz deganga o'xshash so'zlar bilan tillaydi. Lekin Sharq Turkistonda bo'layotgan fojialik ishlarni bir-birlab tasvirlab yozilgan isbotnoma, xotirlangan hujjat yoki hujjatli film nihoyatda yetarli emas. Shuning uchun 2020-yilgacha Sharq Turkistonda Uyg'urlar tortayotgan fojialik voqealar boshqalar
boshqa dunyodagi boshqalar YouTube'larga silib qo'ygan bir mushukning mashina voqeasida o'lib ketganchilik insonlarga ta'sir bo'lmagan. Hissiyat odamning o'zining qalbini ifodalaydi, lekin voqealarni va tarixni tasvirlanmaydi. Hissiyotidan o'zini ozod qilgan millat dunyoga o'zining maqsadini to'ntalaydi va o'zining maqsadini anglaydigan anglag'uvchilarni topalaydi. Oldingi bir necha yilda 2020 yildan buyon bir yurish ayollar chiqdi. Masalan, Mehrigul Tursun, Zumrat Davud, Tursunay Ziyoddin, Gulbahor Jililova, Qalbinur Sidiq, Gulzira Avaqon, Sayragul Savutbay, Nursimon Abdurashid, Gulbahor Xotvoji, Munavvar Tursun, Guljahra G'o'ja, Shamshinur, Rabia Qodir qatorliq o'zining beshidan o'tgan haqiqiy ahvolni so'zlab Uyg'ur masalasini dunyoga yetkazdi. Muşlar özünü konkret. Amerika, Angliya qatorliq bir yurish g'arb davlatlarining Xitoyning Sharqiy Turkistonda ilib ketib borgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb qonunlashga halqiliq to'p qo'shdi. Qizil ravaqtga tush har qanday Uyg'ur mening tushundam, cho'qim nurg'a Uyg'urlar atli meni tullab ketadi, cho'qim rostli islomni meni tullaydiganlar chiqadi. Qizil ravaqtga tush har qanday Uyg'ur klassik romanlarga qaraganda saviyasi yuqori turadi. Mening ko'z qarashimda, chunki bu kitobda yozuvchining shu davrini hissiyotiga aralashtirmay tasvirlagan. Endi ma rasmi keldik, bu Tolian Huanzhou degan bu Tuandagi Xitoycha bu Tuandagi rasm, bak. Bu qanday kelgan desangiz, bu qizil ravaqtga tushdan dastlab kelgan mushu to'ltamda. Bu kitobda Jabaoyu, mana Ja deb yozilgan degan bir yigit Lindayu degan qiz ikkisining o'rtasidagi muhabbatni asos mazmun qilib yozgan. Men tarafga Lin degan yozib qo'ydim. Bu hikoyaning yozilishicha Jabaoyu savdoyi kasal bo'lib qoldi ekan. Bu kasalni saqaytish uchun Jabaoyuning opsi Xitoyning qaysi bo'yicha Jabaoyuning to'yini qilib, uyiga xushallik akirish orqali bu savdoyi kasalni saqaytmoqchi bo'ldi ekan. Xitoylarning tarixida uyingizda ashta bir kasal cho'ng bo'lsa, bir vaqa bo'lsa, bir cho'ng to'y qilib, bir cho'ng xushallikni akasangiz, shu kasal yo'qaydi deb tarixdan deydi. Jabaoyu, lekin bu Jabaoyu degan Lindayu degan qizga oshiq ekan. Lekin Lindayu degan qiz ig'ir kasal bo'lib, jon uzish oldida hech narsani bilolmay yetib qoladi ekan. Shunda bo'lsa Jabaoyu Lindayudan boshqani olmayman deydi. O'lib ketsa men bu ketmay olmayman deydi ekan. Yetib qoldi ekan. Dal shu vaqtida bag'ri qattiqlikda nom olgan Wang degan, buni endi Xitoycha Wang Shifeng deydi, degan ayol mundaq deb maslahat berdi ekan. Biz Jabaoyuni Lindayu bilan nikoh qilsan deb aldab akilib, nikoh qilgan vaqtida, shu degan vaqtida shu Baochay degan qiz bilan nikohni qilib bo'ldi deydi ekan. Qizil ravaqtga tushish bu o'rinlashtirishni tasvirlaganda mundaq yozilgan bir jumla gap bor. Aslida qizil xat yozib qo'ydim. Fenjie Shangli yiga Tolian Huanzhou de Zhuyi. Bu jumlaning gapi Wang Shifen limni o'g'irlab turkni almashtirish planini o'ylab chiqdi. Bu ibora Xitoy tilida tunji mishada barliqqa kelgan. dedi. Bu cümlenin ma'nosi Wang Shifen limni o'g'irlab turkni almashtirish planini o'ylab chiqdi. Mana bu bo'lsa Tolian Huanzhou degan turaqliq iboraning tunja yozma xotirasi. Tarixda bu tunja işte. Bu bo'lsa yolg'on bilan rostni almashtirish misoli. Bu ikkining to'yini qilayotgan chog'da Lingdayu g'erib miskinlikda o'ladi. Jabaoyumi chiqib ketadi sardor. Shuningdan boshlab 36 yilining 25-yilini Tolian Huanzhou yana limni o'g'irlab turkni almashtirish deb nim qilgan. Davra qadam qo'yib bugun kun kelganda bu yilini qo'llanib maqsadga yetish uchun tuvandagi ishlarni va usullarni qo'llanish to'g'ri keldi.
liderlar ügüninglar, men dep beryapman bu ügüninglar, işiltinglar hamma Xitoylarga. Birinchi, ikki yuzmichilik qilib, shayillarning tabiatini va mazmunni yoshurun o'zgartib, aplab-saplab aldab, ko'z bo'yamchilik qilish orqali maqsadga yetish. Ikkinchi, yolg'onni rost deb ko'rsatish, nachar narsani yaxshi deb setish, yoshurun buzg'unchilik qilish. Misoli, o'zi bilan bir sapda urush qilayotgan do'st qo'shinlarni mag'lubiyatga yetaklab, tamoman tarmal bo'lganda, uning butun qo'shinni o'zininki changilga kirgizib olish. Siyosiy va diplomat strategiya tuzgandimi bir-birini ahmoq qilib, bir-biriga o'ra qo'lab, fursat yaratib, boshqalarning o'zining changilga tushirib olish. Uchinchi, dushman tayanmoqchi bo'lgan asosiy qurilmalarni va o'rinlashtirishni vayron yoki buzg'unchilik qilib, ularning qonuniyat sistemlarini va organ tuzumlarini o'zi kontrol qilgan sistem va tuzum bilan yangishlab etish. Ularni faqat sening kontrol qilishing orqali harakat qilishga majburlash. Masalan, Xitoylarning O'rta Osiyodagi banklarning pay chekini setib olishi. To'rtinchi, elchi, ikki yoqlama agenti, jasus qatorliqlardan foydalanib, dushmanga yaqinlashib, ularga xufiyona xizmat o'tib, ularning iqtidorini va sadoqatmanligini o'zanga foydali tarafga o'zgartish. Para berib, ularni o'zang uchun so'zlaydigan va ishlaydigan qilib olish, aldab, qo'rqitib, hech sana qarshi ish qilolmas yoki qarshi so'zlayolmas qilib qo'yish. Bular noyatlik eski degan bilan, lekin Uyg'ur siyosiy rahbarlar mushlarni o'rganinglar. Masalan, bu Sharq Turkistonga berib kelayotganlar bular mishada xeyli yaxshi bir odamlardi. Xeyli bir villi g'urur balti. O'sha bir berib kelgandikilar u g'ururi yo'qib, hozir Xitoylar maqtab so'zlaydigan bo'lib ketdi. Beshinchi, dushmaningni va do'stingni o'zanga tayindan qilib qo'yish. Shart-sharoit to'shqanda ularning ostidan tayanchi turkni tortib, ilib etib, o'zanga bosh egadigan qilib qo'yish. Ularga hammani yordam berib, ish boshqanda hamma yordam to'xtatiblar, ular sen birim demasan ish qilolmaydigan qilib qo'yish. Ularning o'zlarining do'stlarga va maslahatchilariga bo'lgan ishonchni yo'qotib tashlash. Ularni o'zaro gumonga silib qo'yish. Har xil fitna fasodlarni tarqitib, ularning asosiy odamlarining inovatini tushirib etish. Ularni o'ziga ishonadigan odam topolmas va hech yordam pana topolmas qilib qo'yish. Sana bosh egishdan boshqa yo'lni to'sab tashlash. Masalan, bu ishlarni men to'liq Uyg'ur ichidan misol ilyapman men ko'rganda. Masalan, Ahmadjon Qosim Ilhon To'rini eng oxiri hech kim Ilhon To'rining gapini anglamaydigan qilib qo'ydi-ku. Hamma yerlar eng oxiri Ilhon To'ri nimaga Sovet ittifoqiga nima qildi? Hech kim Ilhon To'rining gapini anglamaydigan g'ini batu hammasi qildigan bu kishida. Hatto Ilhon To'riga xat yozib, "Voy, mullam sizlarning bu yerda ishlar to'g'rida asli o'zlarining yo'llarini tepolmasa" degan xatlarni yozibdi. Maynur Qosimning Ahmadjonni o'ylayman degan, Ahmad Qosimni o'ylayman degan nimasida aslimisida ashi bor, xat o'zi bor. Masalan, dunyo o'qirtmi Robimdan yeng kelgan butun Uyg'urlar Robimdan deb nagmon oldida odam chiqayotgan, oydirumda bir tur odamlar chiqayotgan. Dunyo o'qirtmi bir Robimdan chiqib, Robimdan bir hech kim ancha kar yo'qli bir odamga aylantirib qo'ydi Robimda. Ancha-muncha so'zlab turdi. Ancha-muncha kar yo'q bir odamga unda biroq nimasini yo'qdi. Ashunda qilib qo'ydi. Oltinchi, dushmaningning ortiqchiligini ojizlikqa, utuqlikni kamchilikka aylantirish. Dushmanning planini va harakatini qalaymaqonlashtirib etish. Dushmanning kutmagan usullar va shakllar bilan harakat qilib, ularni gangirtib qo'yish. Bergan va'dalaringni axlat sanduqqa tashlab etish. Har qanday ish qilganda dushmaningning bu ishga ulab qilgan boshqa ishlardan bexabar bo'lish. Bunda qilish orqali dushmaningni palach qilib harakat qilolmas qilib qo'yish yoki tamtirtib
vuduqtirib vayronchilikqa silib qo'yish. Masalanga buni desakmi, masalanga Shinsay G'ujiniyatni opadi. U bir savodsız odam. Mundal qiziq. Аңсайлық yezishda xatni Qur'onni yaxshi qildiki, bo'lmasa u odam tajribali odam, masalan, Rossiyaga berib asha urushlar qatqan butun qurollarni ishlatishni o'rgangan odam. Ashaga opiriblar bir rais qilib qo'yiblar, shunda bu odamni hech nima qila olmaydigan qilib qo'ydi. Masalan, mana Shi Jinping bu Xitoyni qilsam, huquq olgandiki, uningdan boshqa Jiang Zeminning butun odamlarini yutkibyotdi. Hamma odam yutgan, o'zining odamlariga o'rlashtiryapti. Şunda hem vay Xi Jinping deydigan bo'lib ketdi. Bu usullar bo'ladi. 7. Bu yillar bilan yana limni o'g'irlab turkni almashtirish yillar bilan dushmaninglar hujum qilib qolmay vaziyatlarni kontrol qilish orqali o'zanga ittifoqdosh qo'shinlarni o'zanga qarashliq tarmoqlarga aylantirib etish. Yana ittifoqdosh qo'shinlarni o'zingning qilib olish. Masalan, o'zanga ittifoqdosh qo'shinlarga va siyosiy organlarga bo'lgan siyosiy maslahat va harbiy yordamlarni kuchaytirib, ta'dib berib, ular asosiyatdan sana tayindigan qilib bo'lgandan keyin yordamni to'xtatsang, ular sana bosh egmay amal yo'q. Misolan, bumi masalanga Xitoy O'rta Osiyo Pokistondagi siyosatlari Pokistonni masalan Xitoyning O'rta Osiyo Pokistondagi siyosatlari asosiyatda mushunda. Pokistonga butun harbiy qurol, butun nimani Pokiston Xitoy ayrılib qolsa Hindiston bilan so'qisholmaydi. Hatto Xitoydan haydigan aeroplanlar yaqinda Fransiyaning eng ulkan aeroplanini Pokiston itib tushiryapti. Shuning uchun Pokistonliklar butun Xitoyga minnatdor, shularga nima qildi. Masalan, Falastinliklarmi 60-yildan tortib shu Xitoy yordamida qilyapti. Shu masalan Falastinliklar Xitoyga tayindi, minnatdor. Masalan, Xitoy Falastinliklarni mushtal nima ilyapsa, Falastinliklar shunda ojizlab ketadi. Pokistonliklardan yordam to'xtatsa, Pokistonliklar Hindistonga bardoshlik berolmaydi. Sovet ittifoqi ikkinchi jumriyatni qo'llangan, masalan, ikkinchi jumriyatning ingishda Rus askarlari bor, ofitserlar bor, qurollar, tomoq, yemaklar hammasi Sovetdan kelgan. Keyin Sovet ittifoqi mendan sen mustaqil bo'lmaysan, mustaqil bo'lsang qurollarni tortib olmiz deb bularni to'xtatib qo'ydi. Endi bular 8. Düşmanning shakllanishi va tuzilishini qalaymaqonlashtirish. Ularning operatsiya usuliga aralashib olish. Ular odatda ergishadigan va qo'llanadigan qoida nizom nomlarini o'zgartirib etish. Ularning mashq o'lchamlarining aksini qilish. Bunday qilish orqali bir guruh odamlarning unumli urush kuch bo'ladigan turkini ilib tashlab etish. Masalan, 11 bitimni aytayli. 11 bitimni 5-6 qitim so'zladik bu to'g'rida. 11 bitim esa 11 bitim tutganda bizning jangovarligimiz yo'q edi. 46-yilda undan 4 yil 40 ming zamonaviy qurolda qo'shilgan armiya 960 qo'lda tuzuk va qurol qolmagan Xitoy bilan suhbatlashishimizda 4 yil turdi. Yo'q qilib o'tdi. Endi misol har qanday narsani misollar bilan so'zlash eng yaxshi tushundir. Musha rasm to'xtab tursin, musha rasm. Misol bilan tushundim. Men mush to'g'riliq har birisi bir 10 misol beraman deyman. Gay vaqtda 8, gay vaqtda 10 ni beraman. Men birinchi misol rasmni ko'ringlar. 1, 2, 3, 4 deb yozib qo'ydim. Bu Xitoylar ratlab chiqqan yillar bo'lgandiki, oldi bilan Xitoy tarixidagi bir misol bilan boshlayman. Men hammasini oldi bilan Xitoy tarixidan, chunki Xitoylar chiqqan. Bu misolni ma kitobdan bor, jumonglar. Men ma ko'rsatgan ma kitobdan oldim men. Bu kitob ma kitobning ichida bor bu misol. Milodidan burun 2010-yili. Bundaysa hozirqada qancha yilga 2500 yil ketdimi? 2010-yili Xitoy tarixidagi mashhur siyosatchi, strategiyachi, islohotchi va tunji Xitoy tarixidagi xonlikni tikilgan Qin Shi Huang Uyg'urlar bilsa Sadrjin Sepilni shu Qin Shi Huang davri so'qqan.
Chingishxuan o'rnidan boshqa shaharni kuzatishga berib, tuyuqsiz kasal bo'lib, yaxshi bo'lolmay, shu shaharda yetib qoladi ekan. Va rasmdagi birinchi Chingishxuan. Chingishxuan Chingishxuan o'zining o'ladigan vaqtining kelganligini bilib, darrov bosh vaziri Lisi degan to'rtinchisi. Hamma rasmi Lisini chaqirtib, cho'ng o'g'li Fusu va ikkinchi. Va rasmdagi ikki degan gap, Fusuni taxt varisi qilish to'g'riliq maxfiy hujjat tushirishni buyurdi ekan. Mening o'rnimga mush o'rin chiqadi deydi. Uyg'urcha nima taxt vaz nima deymiz? Arablarda podsho o'lishdan burun bir o'g'li, hammasi mush o'g'li crown valiahdi qilib, mushu Fusuni qilsin deb buyruq chiqqan. Podshoning tomosini boshquradigan va farmonlarni yozadigan hozirgi xuddi kotiblarga o'xshashda Jovgov degan odam ekan. Jovgov degan Xuxay Fusu Lisi. To'xtab turma. Fusun Jovgov degan odam ekan. Bu Jovgov shuhratparastlar qora niyat odam ekan. Jovgov fursatni qo'ldan bermay bu maxfiy farmonni yozdi ekan, lekin bosirib oldi ekan. Bir necha kundan keyin Chingishxuan o'ldi ekan. O'lgandan keyin vazirga hozirgi prime ministerda birinchi qo'l, ikkinchi qo'l deymiz. Vazir taxt varisi bo'ladigan o'g'li Fusuning yinga kelishdan burun, u Fusuni kelsin deb buyruq qilgan, kelishdan burun podsho o'ldi degan xabarni bersam qalaymaqon bo'lib ketmishsin deb podshoning o'lganini maxfiy tutib, dafna murosima qilmay turdi ekan. Podshoning farmonini boshqurgan Jovgu bosh vazir Lisining yiniga keldi ekan. Vazirning yiniga kelib, shundoq deydi ekan. Podshoning cho'ng o'g'li Fusuni taxt varis qilish uchun chiqargan farmonni bostirib qo'ydim. Bu farmonni faqat ikkimizlar bilamiz. Endi buning ikki o'g'li bor. Birining ismi Fusu, birining ismi Xuxay, ikki bilan uch. Bu endi qaysi o'g'ilni taxt varisi qilish ikkimiz bekitalaymiz. Agar sen cho'ng o'g'li Fusuni taxt varisi qilsang, u cho'ng o'g'li general Ming Tianni yiniga akildi. U vaqtida siz yana bosh vazir bo'la olamsiz dedi. Chunki bosh vazir bilan Ming Tianning ziddiyati bor ekan. Bu gapni anglagan bosh vazirning ichiga andisha tushib, shuning bilan ikkisi birlashib, qasd qilib Chingishxuanning vasiyatini o'zgartib, cho'ng o'g'li Fusuni bilan general Ming Tianni yiniga chaqirib akib o'ldirib ekan. Anda kalva Xuxay degan uchinchi o'g'li bo'lsa bir sal sarang ekan. Kalva iqtidorsiz o'g'li Xuxayni taxt varis qildi ekan. Jovgov bir pay o'q chiqarmay, limni o'g'irlar turkni almashtirib, hilani ishlatib, changilga tushirib oladigan odamni taxt varisi qilib, o'zi huquqni tortib olish asosini tutturib oldi ekan va Ching sulosining halok bo'lishiga sababchi bo'ldi ekan. Uzun o'tmay bu huquqni tortib oldi. Bu huquqni oldi. Bu yerga lim bilan turk bo'lsa, Chingishxuanning cho'ng o'g'lini, u cho'ng o'g'li Fusuni o'zining o'rniga podsho bo'lish degan vasiyat. Jovgov bilan Lisi podshoning vasiyatini o'zgartish og'liq o'zlarining kontrolida ish qiladigan dot kalva o'g'li Xuxayni taxtga o'ltirib qo'ydi ekan. Huquqni o'zlarining changilga tushirib oldi ekan. Bu ikkisi oladi, uning deganlar men yozmadim. Uning degan Xitoycha uzun urush bo'lib, keyin Liu Bang degan chiqdi. Liu Bang chiqib, Han sulosini qurdi. Hozirgi Han degan yerdan kelgan. Han sulosini qurdi, keyin Liu Bang chiqib maqsadi mana bu lim o'g'irlashning Xitoy tarixidagi kitoblarda yozilgan birinchi tipik misoli. Ikkinchi, masalan, Amerikaning g'arbidagi Kaliforniya shtati 10-chi rasmga kelib qo'ying. 10-chi rasmga. 10-chi rasmga. Men chunki bu hikoyani men mush kitobdan oldim. Mush kitobni o'qib, mush kitobdan men hikoyani oldim. Bu kitob chip urushi.
e, dunyodagi eng g'olqiliq texnikalar uchun kurash qilish degan kitob bu. İşbin jasus kitobi. Men jasus kitoblarni o'qishni yaxshi ko'raman. Rasman Amerikaning g'arbidagi men turgan Kaliforniya shtatida Silikon Valley degan bir rayon bor. Rayon dunyodagi mikro elektronning va chipning sanoat markazi. Amaliyotda bu Silikon Valley San Fransiskoning yonida butun ilg'or ilm texnikalar asosi shu yerdan chiqadi. Dünyadakı elektronga bağlıq yeni məhsulat əsas cəhətdə muşu Silikon Valley, yəni Uyğurcada Silikon cırğılanı deb aldı ki, Silikon Valley'də icad qılınğan. Şunun üçün Silikon Valley dünyanın diqqətini özgə tartışı təbii. Əlbəttə, burunki Sovet İttifaqının axbarat mərkəzi KGB'nin diqqətimi bu yerə mərkəzləndikan. KGB'nin Amerikadagi ishpionlarga buyruq tushirib KGB qanchalik chiqim bo'lishidan qat'iy nazar Silikon Valley'dagi eng yangi elektronlik axborot va asbab uskunlarni tez qo'lga keltirishning muhimligini aytadi ekan. Benomli ishpionlar AB deb har xil nomi bo'ldi. Benomli bir yashangan ishpion bu vazifani ustiga ilib jiddiy harakat qilsa zodi yo'l topolmaydi ekan. Bir kuni bu o'zining chiroyiga o'xshab ketadigan bir odamga uchrab qoldi ekan. Bu odam bilan paranlashish orqali bu odamning Silikon Valley'sidagi bir maxfiy ishtirokning shofiri ekanligini bilib oldi ekan. Benomli ishpion nurg'un pul va vaqtlarni sarf qilib bu odam bilan og'ina bo'lib oldi ekan. Shunday qilib bu shofirning xizmat va oila ahvolini aniq bilib oldi ekan. Uzun o'tmay bu shofir sirliq yo'qolib ketadi ekan. Lekin hech kim buni bilmay qoladi ekan. Benomli ishpion bu shofirning mashinasini haydab maxfiy islohotga kirib chiqib, erkin kirib chiqadi ekan. Boshqalar buni salgicha bu ishpion insu jin tuymay KGB talab qilgan barliq materiallarni Moskvaga yetkazib bergan. Bu yerga lim va turk bo'lsa elektronlik axborot va asbob uskunlarni saqlaydigan skladga kirib chiqish erkinligi. Benomli ishchi shofirni o'ltirib yolg'on bilan rostni yipib o'zi shofir bo'lib olib maxfiy skladga kirib chiqish erkinligini qo'lga keltirib vazifani o'rindaydi ekan. O'g'irlangan narsa bu maxfiy skladga kirib chiqish imkoniyati, maxfiy elektronlik axborot va asbob uskunlarni qo'lga keltirish. Bu hikoyani men mushu kitobdan olgan. Bu kitobda mushuni bundoq deb lim o'g'irlagan manda deb yozmaydi bu kitobda. Buni men o'qib, mushu kitobga ma hikoyani manimga yozsam bo'ldi-ekan deb ashaqqa ko'chirib qo'yma bu hikoyalarni. Men deymanki 36 yilini men 36 maqol bunda yozib olma. Shu har bir maqol qilib, o'sha bir yerda o'qib, bu 36 yili menga yoda. 36 kelib, maqolni ajab yiliga to'g'ri kelgan deb eshak bunda silib, shu to'shqa vaqtida ekronga chiqadigan gap. Uchinchi, Xitoy hukumati limni o'g'irlab turkni almashtirish hiylarini dunyo savdo tijoratlarida ishlatib, dunyo bozorini o'ngtay-so'ngtay qilib zo'r iqtisodiy foyda topdi. Dunyodagi barliq donliq markalarni o'g'irlab, aldamchilik, soxtipazlik ish qilib, qonunsiz vositalar bilan qisqa vaqt ichida zo'r foyda tepib, dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodga aylandi. Bu jarayonda dunyodagi qanchalik shirkatlar Xitoyning bu hiyilasiga uchrab vayron bo'ldi, buning hisobi bormi? Xitoyning bu hiyilani ishlatib dunyo savdo bozorida topgan foydalaridan bir nechini misollab ko'raylik. Birinchi, Amerika va G'arbning shirkatlari bilan birlikda shirkat ochgan bo'lib, asta besim ishlatib, bu shirkatlarni o'zining degincha ish qiladigan qilib oldi. Bu şirketler qaramoqqa Amerika va G'arb shirkatlari amaliyotda Xitoyning yo'l yo'riqi bilan ish qiladi. Ikkinchi misol, yolg'ondan iqtisodiy islohot ilib boramiz deb va'da berib, chet el shirkatlarini aldab,
Xitoyga mablag' soldurib, ondan muntizam va muntizam bo'lmagan yo'llar bilan chet el shirkatlarining Xitoy savdo bozorida raqobatlashish yo'lini to'rab keldi. G'arb Xitoydan umid qilgan iqtisodiy islohotni Xitoyni kuchli qiladigan formulaga aylantirdi. Üçüncü misal, chet el şirketlerine erkin raqobatlashishga kapolat qilamiz deb va'da berib, u shirkatlar Xitoyda mablag' solgandan keyin va'dasini axlat sanduqqa tashlab, Xitoy hukumati har xil usullar bilan aralashib, bu shirkatlarni o'zining yo'liga yetaklab, mablag'larni isrof qilib, Xitoy hukumatiga bosh egishga majbur qildi yoki nurg'ulg'an mablag'larni Xitoyga tashlab qo'yib ketishga majbur bo'ldi. To'rtinchi misol, Xitoy WTO Dünya Savdo Tashkilotiga 2001-yili Amerikaning yordami bilan kirib oldi. Xitoy shuni Xitoy shuni tunib yetdi. WTOga kirib olgandan keyin 1,5 milliard odam bor cho'ng savdo bozor hamma davlatlarni o'ziga tortidi va qiziqtirdi. Buningdan foydalanib va limni o'g'irlab turkni almashtirish hiylarini ishlatib, boshqa davlatlarning norozi va uch ilishdan ansirmay qoqti so'qti qilib zo'r iqtisodga erishdi. 1990 yildan 2007 yilgacha Amerikaning 25% ishlab chiqarish xizmatlari Xitoydan bo'lgan importning zarbasida va oldishida vayron bo'ldi. 25%. Vayron bo'ldi. Bugun kunda Xitoyning bu yilani ishlatib qozongan iqtisod natijalarini nazar solsak, dunyodagi eng ilg'or va eng muvaffaqiyat qozongan Google, Facebook, Amazon qatorliq texniklik shirkatlarni to'sa oladigan yoki yugan silib boshqara oladigan bo'ldi. Xitoylarning hamma to'rlari avval mushlarni akirib, mushlarni ugunib endi ochgan to'rlar. Chet el bankalarını faqat Xitoyning yerlik bankalari bilan sherik bo'lgan asosda rolini joriy qila oladigan holga tushirib qo'ydi. Buning natijasida Xitoyning yerlik bankalari hech qanday mablag' solmay, chet el bankalarining yumshoq detal texnikalarini va ilg'or boshqarish texnikalarini o'zining qilib oldi. Chet el ishlab chiqarish zavodlari Xitoyning yerlik shirkatlarini o'ziga hamroh qilishga va o'zining texnikalarini bular bilan tang bahramand bo'lishga majbur qilib, Xitoy bulardan o'rganib olgan texnika bilan o'xshash mahsulotlarni ishlab chiqarib, chet el shirkatlarini vayron qildi. Xitoyning nurg'un zavodlari mushu yilani ishitib, chet el zavodlarini o'zining qilib olgan. Kompyuter orqali Amerika shirkatlarining maxfiyatlarini va bilim mulk huquqini, inglizcha intellectual property deydi, o'g'irlagan iqtisodiy qimmati har yili 600 milliard dollarga yetadi. Texnikada 600 milliard dollarga yetadi. Mana bu bo'lsa, limni o'g'irlar, turkni almashtirish hilaning hozir zamonda ishlatib qozongan g'albalar. 1 sekund, 1 minut men vaqt bering. Dördüncü misal. İkinci Cumhuriyetning vayron bo'lishi bu yillarning g'alaba qozonganligining bir tipik misoli. U vaqtida Sharq Turkiston Urumchidan boshqa yerlar asosiy jihatdan Sharq Turkiston xalqining qo'liga o'tib bo'lgan yoki u yerda Xitoyning hech qanday kuchi qolmagan. Urumchidagi Xitoy askarlarining taslim bo'lishidan boshqa yo'l qolmagan. Xitoy qurolli armiyasi arang 960 odam qolgan. Buni men yomon uzun yil izlanib topdim bu sonni.
Buni 1945 8 ayda Gomindangning 8 urush rayoni, 8 urush rayoni degan bizning Sharq Turkiston taraf. Rayonning qo'mondoni Ju Shaoliang 8 soat ichida Urumchidan Jangjieshiga 3 qitim yo'llagan jiddiy telegramdan bilgini bo'ladi. Men bu telegramni Rabia nimaninki Maynur Qosimning kitobidan oldim. Bu telegramda mundaq yozilgan. Peqir partiya va davlatga shuni ma'lum qilamanki, qo'limda jangga soladigan askar qolmadi. Sirtdan keladigan yordam texi yo'q. Urumchi xavfda qoldi. Endi Peqir davlat zimini bilan hayot mamatda billa bo'lib, o'zimni qurbon qilmoqdan boshqa yo'l qolmadi. Janoblarining darhol dona tadbir qo'llashini so'rayman. Qo'limda Urumchida askar yo'q qo'limda dedi. Sirtdimi askar, keladigan askar yo'q deydi. Lekin men bu Xitoy jangchini bu bir yerga bu generalni umid qilmayman. Men o'zimni mush davlatim bilan qurbon qilaman deyotdi. Buningdan Xitoy armiyasi qanchalik ojizlab ketganligini bilgini bo'ladi. Ahmadjon Qosim Sharqi Turkistonni Xitoyga taslim bo'lish bitimga yana 11 bitimga qo'l qo'yib keldi. Mana bu bo'lsa limni o'g'irlab turkni almashtirishning tipik misoli. Bu yerga lim bilan turk bo'lsa Sharqi Turkiston mustaqilligi va shu mustaqilga yetish uchun qurilgan milliy ozodlik armiya. Lekin 11 bitim bu lim bilan turkni almashtiribdi. Sharq Turkistonni Xitoyning ayrilmas qismiga aylantiribdi. Sharq Turkiston davlatining bosh rahbari Ahmadjon Qosimni Xitoy hukmronligidagi bir o'lkaning muavin raisi qilish orqali uni Xitoy amaldorlariga aylantirib qo'ydi. Xitoyni qo'g'lab chiqarish uchun tayyorlangan ozodlik armiyani Xitoy armiyasining boshqarishiga o'tkazibdi. Oxiri Sharq Turkiston milliy armiya Xitoy armiyasining bir qismi bo'lib g'oyib bo'ldi. Sharqi Turkistonda lapildaydigan oy yulduzli ko'k bayroqni 5 yulduzli qizil bayroqqa almashtiribdi. Shu kundan tortib Ahmadjon Qosim 11 bitimni amallashtirish bilan ovora bo'lib 46-yildan tortib ovora bu subyektiv o'y xiyollarning, masalan, Ahmadjon Qosimning subyektiv o'y xiyollarning qandoq aktiv yaxshi bo'lishidan qat'iy nazar, obyektiv jihatda Xitoy uchun yana Sharq Turkistonni Xitoydan ayrilib ketmaslik uchun xizmat qildi. Jangduding bir pay o'q chiqarmay, limni o'g'irlab turkni almashtirish yilani ishlatib, arang 960 odam bilan Xitoy tajovuzchilar uni qo'g'lab chiqarish uchun qurilgan 40 ming milliy armiyani 960 odami qolgan Xitoyga taslim qildirdi. 11 bitimga Ahmadjon Qosim qatorliqlarni qo'l qo'ydirib va Ahmadjon Qosimni o'lkaning muavin raisi qilishi orqali Xitoyning buyrug'i bilan ish qiladigan armiyaga aylantiribdi va ikkinchi jumuriyatni vayron qildi. Jangduding diplomat va siyosiy mahoratning ustunligini shuningdan bilgini bo'ladi. Uyg'urlarni bugun kunga qadar mushu Sharqi Turkistonni setivatgan 11 bitimga qo'l qo'ygan Ahmadjon Qosimni qo'g'dashdan va madilashdan boshqa yo'l topolmaydigan qilib qo'ydi. 5-misol. Xitoylar bu yillarni ishlatib Uyg'urlarning ideologiyasini, e'tiqodini va madaniyatini o'zgartirib etishga to'xtamay intilib keldi va zo'r natijalarga erishdi. Bu to'g'riliq men burungi suhbatda yana qozonning qaynashini to'xtataman desang, o'choqning o'tini tortda tafsili so'zladim. Xitoyning bu yillarni ishlatib Uyg'urlarning ustidan qozongan g'alabasini yana bir misol bilan so'zlab o'tay. Men Uyg'urlarni kuzatish orqali bu yakunni chiqargan va so'rinlarda so'zlagan. Men mushta so'zlagan, bu 95-yil degandim. Xitoylarning Uyg'urlarning ustidan qozongan eng chong g'alabasi har bir Uyg'urning yuragiga bir tal Xitoy soqchisini qo'yib qo'ygan. Nurg'un Uyg'urlar nima uchun namoyishga chiqishdan qo'rqidi? Nima uchun oy yulduzli ko'k bayroq boy yerdan o'zini opqichidi? Nima uchun nurg'unlagan ziyolilar leksiya so'zlaganda yig'in yoki
so'zlagan yig'in yoki so'rinlarda oy yulduzli ko'k bayroq ko'rinmaydi. Nima uchun nurg'un ziyolilar yozmalarida yoki nutqlarda Sharq Turkiston yoki Uyg'uriston demay, Uyg'ur diyori deydi? Nima uchun nurg'un Uyg'urlar Xitoyning Sharqi Turkistonda ilib ketib borgan razilligidan emas, balki Sharqi Turkiston davosini qilayotganlardan beoram bo'ldi. Chunki bu Uyg'urlarni kontrol qilib olgan dal shu yuragida makonlashgan Xitoy soqchisi. Har bir Uyg'urning yuragiga bir soqchi qo'yib qo'ygan. Xitoyda yuragiga hujum qilishni birinchi tut Gongxin Weishang deydigan tamsili bor. Bu Uyg'urlar bir tal Xitoy yo'q yerdimi Sharq Turkiston deyishdan qo'rqadi. Chunki bularga naga borsa hamra bo'ladigan yuragidagi Xitoy bor. Xuddi zaharlik chekimlikka xumor bo'lganlar kunda o'ziga bir tal ukol urib olmasa, badini og'irgandek bu Uyg'urlar atdiyanda qo'pqanda yoki kashda yetishdan burun Xitoyni o'ylab bir qo'rqib titirib olmasa, butun badini og'irib bearamchilikda put-qo'lini qo'yadigan yer topolmay qoladi. Bu Uyg'urlarning yuragini ichib qaraydigan bo'lsangiz, yuragida o'dak beqib turgan bir Xitoyni ko'rasiz. Bu Uyg'urlar bilan bir yerda o'ltirib parang qilsangiz, bular Uyg'urcha so'zlagan bilan Uyg'ur puruqi va Uyg'ur yiti yo'q. Faqat bir xil Xitoy tam mo'misayning puruqi dilingizga urib turadi. Eng ichinarlik yeri bular o'zining va bu Xitoyga o'zgarishdan faxrlanadi. Numus qilmaydi. Uyg'urlarning to'y to'kin va nazar chiroqlarga erkin o'ltirib chiqib ketalaydi. Bu yerga lim va turk bo'lsa, Uyg'ur qalbi va vijdoni. Xitoy bularning yuragiga bir tal Xitoy soqchisini qo'yib qo'yish orqali bularning qalbini va vijdonini xitoylashtirib o'tgan. Amerikadagi Uyg'urlar hammasi degidek siyosiy pano tepib qolgan. Bu Xitoylashgan Uyg'urlarning hisobida Amerikada turaqliq ishi yana garajda ishi hal bo'lib bo'lgandan keyin Uyg'urlardan endi keladigan foyda qolmadi deb o'ylaydi. Qalbini xitoylashtirishga tirishadi. Xitoy bu Uyg'urlarning qalbidagi Uyg'ur vijdonini o'g'irlab, Xitoy yuragini o'g'irlashtirib qo'ygan. Vatanga berib kelganlar nurg'unlar hozir shunda so'zlaydigan, men bir misol so'zlab beray. Bu teqa erki 2017-yili erki hozirgi keng ko'lamdagi erki qirg'inchilik boshlandi. Hamda erki qirg'inchilik azaldan tortib keng ko'lamdagida. Shuningdan burun 2015-yili Urumchidan bir og'inam keldi. Vaqtlarda hamda biz ular kelganlarida uylarga pat qilib kelib ketaveradi. Uni bir kuni akilayda bizning Jultuzlarni ko'rgan Griffith Center degan bir markaz bor, tog'ning cho'qqisi. Shu yerga chiqdim. Chiqsam, bir odam yo'qchimi? Chiqib o'shaga, "Hey, mana hech odam yo'q ekan, men hech bo'lmanda asta bo'lsin og'zingda bir Sharq Turkiston yo Uyg'uriston davogansin." "Voy, Xitoy o'nglab qoldi" deydi. "Ma atrofingga qara, atrofingda 1 kilo atrofingda birim odam yo'q" desang, "Voy, sen uqmaysan bu Xitoylar. Sen 7 qavat yerning ostiga kirib deysangmi, bu Xitoylar o'nglab qoldi" deydi. Nimishqa yuragidagi Xitoy 7 qavat yerning zaminning ostiga kirsin, tang kiradi. Ana bu Uyg'urlar bu Xitoyni qanday yo'qib chiqarishga yurakdan namoyishga chiqsa bo'ldi. Namoyishga chiqqanda bu Xitoylar yo'qitib yetalaydi. 6. Trump hukumati Yerusalimni Isroilning davlat poytaxti deb qabul qildi va Amerika konsulxonasini Yerusalimga yutkab keldi. Buningga Falastindan boshqa arab davlatlarida ancha qarshi vaziyat kelib chiqmadi. Falastin atrofida 150 milliondan ortiq arablar xo'shyoqmagandek bir nechini to'lab qo'ydi, lekin qichishmagan yerni totlagandek Turkiyada cho'ng namoyishlar bo'lib, Erdo'g'an hissiyotchan nutq so'zlab o'zini Amerikaga dushman qilib oldi. Falastinda Isroil bilan dushman bo'lsa, Amerika bilan dushman bo'lgan o'xshash gap. Falastin masalasida arablar turklarga qaraganda salmoqliq, pishiqliq o'ylaydigan, aql ishlatadigan va o'zining davlatini
birinchi o'ringa qo'yilgan o'zgachilik fazilatni ko'rsatdi. Xanjarni o'tni ol, dushmanga sol, qozonning qayishini to'xtaman desang, o'choqning o'tini to'xtat va bu biz so'zlayotgan limni o'g'irlab turkni almashtirish degan yillarni ishlatib turklarga zarba berdi. Arabda turklarga zarba berdi. Turkiya bilan Amerikaning o'rtasida bir cho'ng xandak silib qo'ydi. Turkiyaning Amerika va Avstraliyadan fan texnik va iqtisodiy yordamini ilib tez taraqqiy qilish yo'liga to'salg'i silib qo'ydi. 7. misol. 1956 yili 7. misol. 1956 yildan boshlab Amerikaning U2 rasm 11 ga kelib qo'ying, rasm 11 ga. Biroq ketib qoldingizmi yo rasm 11 ga? Ben so'zlab birga chiqib ketgan o'xshaydi. 1956 yildan boshlab Amerikaning U2 josuslik aeroplani Sovet ittifoqining ustidan uchishga boshlaydi ekan. Keldingizmi? Rasm yedirdim aytıyorsun. Bunun orqali mana 1956 yildan boshlab Amerikaning U2 josuslik aeroplani Sovet ittifoqining ustidan uchishga boshlaydi ekan. Bunun orqali Amerika, men buni kitobdan olgan hikoya. Men bunun orqali Amerika Moskvaning atrofidagi bombardimonchi aeroplan bazi, Leningrad yinidagi va suv osti paraxod zavodi qatorliq axborotlarga ega bo'ladi ekan. Bu Ruslarning noiti g'azabini keltirib yetadi ekan va dunyoda yuzini to'kib yetadi ekan. Bu aeroplan 20 kilometr egizlikda uchqashqa u davrdagi Sovet ittifoqi bundaq egizlikdagi aeroplanni itib tushiradigan texnikasi yo'q ekan. Bu ahvol ta 1060-yilgacha davomlashadi ekan. 4 yilda. Bu U2 josuslik aeroplan 1958 yildan tortib Afg'onistonda Amerika ijro olgan bir aydirumdan uchishga boshlaydi ekan. Bu U2 josuslik aeroplanni itib tushirish uchun Sovet ittifoqining axborot organi KGB bir uchish texnikasi ustun bo'lgan Muhammad ismli bir afg'onlik lo'chikni ko'p pul bilan setib ilib oldi ekan. Bu Muhammad aydirumda uchish qo'nish yo'lini tozlaydigan bir xizmatchining og'rib qolganligidan foydalanib bu aydirumga kiradigan va lo'chiklarga osh tomoq etib beradigan bir oshpazni setib ilib oldi ekan. Bu oshpaz orqali U2 josuslik aeroplanining yinidagi postlarning navbat olmishadigan vaqtini bilib oldi ekan. Muhammad kuzatib baqsa postlar aeroplanning o'ng tarafidan olmishidi ekan. Lekin aeroplanning ikki sol tarafda ekan. Bir kechasi Muhammad yalang'idaq aeroplanning yiniga berib, postlar olmishayotgan fursatdan foydalanib, KGB bergan jabduqlar bilan aeroplanning eshigini ochib kirib, aeroplanning egizligini ko'rsatilgan aeroplanda mana ko'rsatkichlar bor. Gayliq ishtigligi, egizligi, mayla mashinaning bog'i arqa ko'rsatkichlar. Postlar aeroplanning egizligini ko'rsatilgan ko'rsatkichning bir tal miqini magnit miqqa almashtirib ekan. U magnit miq degan to'kmangani ishlaydi, odatda jim turdi. Almashtirib ekan. Bir necha kundan keyin bu U2 josuslik aeroplan yana Sovet ittifoqiga qarab uchidi ekan. Bu aeroplan uchishi bilan Muhammad almashtirib qo'ygan magnit miq aeroplanning egizlik ko'rsatkich yinglisini tortishga boshlaydi ekan. Aeroplan 10 kilometr egizlikka uchganda Muhammad almashtirib qo'ygan magnit miqning ta'sirida egizlik ko'rsatkichning yinglisi tik minib 20 kilometrni ko'rsatdi ekan. 20 metr kep bo'ldik deydi ekan. U2 josuslik aeroplanining lo'chiki 20 kilometr egizlikka chiqib bo'libdi deb tez uchishga boshlaydi ekan. Undan tüp yol uchadi ekan 10 ming kil. Amaliyotda 10 ming kil. Tez uchishga deb
tüz uçuşqa başlaydı. Əməliyyatda aeroplan 10 kilometr egizlikdə uçudu. Bu egizlik bolsa Rus armiyasının başqurulduğan bombasının dairəsiyə düşüb qalıdı və Ruslar bu U-2 casusluq aeroplanını itib düşürüydü. Bu bolsa 1060 yılı Amerika Sovet İttifaqı o'rtasidagi cho'ng vaqa bo'lib esıldı. Mana buni men rasm ko'rsam, men o'ng tarafda bir kitap, bu kitapdan o'qigan, ma shu aeroplanni tushirib itib tushganga vayron bo'lgan holat. Ben bu kitapta aldım. Bu kitaptan ben o yılı degan gap yok ha. Bunu ben almashtırıp, lim o'g'irlab baştan kelib qolgan. Ben Ruslar bir tal mixni almashtirish orqali bu aeroplanni itib tushirdi ekan. Bu yerga lim va turk bo'lsa aeroplanning uchish egizligi. Ruslar bir tal mixni almashtirish orqali aeroplanning egizligini kontrol qilib oldi ekan va Amerikani bundaq uçuşdan to'xtatadigan qiladi ekan. Shuningdek Amerika uçmaydi. Amerikalar mı düşeme? Amerikalılar mixning necha yildan keyin u mixni tushib ketganga bilmay shu qandoq kelib qolganligini, nima ish undaq bo'lganligini yillargacha bilmay qilib, Ruslar 20 ming kilometrga itib tushirgan qurol borka deb his qilib qoldi ekan. Shunga qayta uçamaydi ekan. Bu bir. Mana 8-ci misal, men Uyg'urlarning ishini to'la olmay, masalanga men doim da'vatim, menga fikr qo'shilmaydiganlar, men fikr so'zlanglar, yezinglar, men har qanday qarshi fikrni muloyima qilishni qo'llayman. 8-ci misal İlhan Türk'ü Sharqiy Turkiston İlhan Töre Sharqiy Turkistondan yo'qotilgandan keyin Ahmad Chag'asim Cumhuriyatning birinchi yetakchisi bo'lgan bo'lsa-mu, raislik qalpig'ini zodi kiymaydi. Reis bo'lmagan Ahmadjon Qosim, ikkinchi Cumhuriyat faqat bir İlhan Töre bo'lgan, undan keyin reis bo'lmagan. Ahmadjon Qosim raislik saylanib reis bo'lmagan. Zodi, chunki Ahmadjon Qosimning Cumhuriyatga qalbi zodla bog'lanmagan. Bu mening bahorim. Akcha Ahmadjon Qosim limni o'g'irlab turkni almashtirish yilani ishiltib, ikkinchi Cumhuriyatning jinini sug'urib olgan. Ahmadjon Qosim 1948-yil 1 kuni tinchlik va xalqchilik himoya qilish ittifoqini qurib, shuni qurganda bu tashkilotning raisi bo'lgan. Ahmadjon Qosim bir qulluq barpo qilgan bu siyosiy tashkilotda tashkilot bo'limi, axborot bo'limi, taftish bo'limi, madaniyat ma'rif bo'limi, moliya bo'limi, yoshlar bo'limi, xonim qizlar bo'limi, g'ujilik bo'limi, olg'a gazet tahrir hay'ati, ittifoq jurnal tahrir hay'ati qatorliq idoralar qurilib, ikkinchi Cumhuriyatning ichini kavak haykalga aylantirib qo'ygan. Ikkinchi Cumhuriyat bularni qurishning nimasi bu? Cumhuriyatning nasri emasmi? İttifaq tashkilotining a'zolari tez ko'payib bir necha oyning ichida 100 mingga yetgan. Cumhuriyat hukumining xalqning ideyasidan tanlashga intilgan. Bu bir cumhuriyat bo'lsa, bu taftish bo'limi, axborot, bu degan bir davlatning o'zini tashkilotini qurib, hammani ashning ichiga qurdi. Bu yerga lim va turk bo'lsa, ikkinchi cumhuriyatning davlat organi, davlat apparati. Ahmadjon Qosim har xil davlat apparatining ishchini har xil idoralardan to'ldirish orqali Cumhuriyatning ishchini kavoq qilib, Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lish yo'lini uzib tashlab, Xitoy qo'yniga qaytib kirish tayyorligini bitirgan. 3 viloyat endi yana birisi Xitoy 3 viloyat inqilobi Jungo inqilobining bir qismi degan mavzuning so'zi limni o'g'irlab turkni almashtirish yilanining eng munavvar misoli. Mushu o'zi orqali Xitoy ikkinchi Cumhuriyatning ilib borgan barliq kurashlarini faqat Xitoy uchun qilgan inqilobga aylantirdi. Barliq to'kilgan qon va berilgan qurbonlarni Sharqiy Turkistonni Xitoyning qo'ynidan chiqmas uchun ilib borgan ko'rsatga almashtirdi. Biz Ahmadjon Qosimning mavzudan G'uljida Van Qodir Begi deymiz. Hozir xalq begi deb oldik. Ashna Ahmadjon Qosimning qabrisining Munir bag'ash, Munirda mushxatba, mavzuning xati bor. Ahmadjon Qosim limni o'g'irlab turkni almashtirish yilani ishlatib Sharqiy Turkistonning davlat apparatini vayron qilgan mavzuda bu yilani ishlatib inqilobning mazmunini xitoylashtirib o'tgan. Yana nurg'un bir narsa 50-yil Xitoy kirib ishlatgan. Kiriblar
aqsalliq millatlarga yordam berimiz, e'tibor berimiz deb so'rni qo'ydi. U vaqtida Xitoyning soni 4% chiqmaydi Sharq Turkistonda. Bizni osonliq millat qilib qo'ygan. 90% odam egallaydigan biz osonliq millat. Bizga e'tibor bergan bo'ldi. Voy, bu Uyg'urlarni qo'shib ketib, voy bizni osonliq millat deb e'tibor berdi, uy berdi, maktablar o'quvchilarni avatdi dedi. Artistlarni hammasi maoshlik qilyapti. Oylik maosh Uyg'urlar tarixda artistlar maoshlik bo'lib boqmaganda, g'uljilarga mal-mallarga yigit beshlari bor. Yigit beshlari maoshlik qilyapti. Masjidlarning imom a'zolari hammasi maoshlik qilish Xitoy uchun so'zlaydigan qilib qilyapti emasmi? Osonliq millat Uyg'urlar mana shu limni o'g'irlashdi. Asla ular osonliq millat, u osonliq millat doirasiga kirmaydi. Aşağı turaqlıb qağanlarını bopda mişiş Şərq Türkistan'da bir 30-40 yıl tuğanlarını mişəni puhrali deyilsək mi, ular nait aslan millet. Bizni aslanlıq millet qağan bopla, Türk anlamış, özü qocayin bulup aldı. Bizga itibar bəgən bulup aldı. Əmət o bəgən həmmə nəsli bizden Şərq Türkistan'da çıqqan nəslininki, mında bir bucigine bir uğaq, mında bir dana aylık uğaq nanның uğukını bizge taşlap berip, bizga qocayin bulup aldı. To'xtang, ham 9-sini bo'ldi. 9 men jiqdan qilib ketdim. Qog'inni so'zlamay 9-sini yana Dunyo Uyg'ur qultunininki o'z taqdirini o'zi belgilashni buruch bayon qilish orqali Xitoyning tajovuz salohiyatini yoshirib, Sharqi Turkiston Xitoyning idorligidagi bir avtonomiya qilishga tirishib kelayotgan jarayonni so'zlamoqda bo'ldi. To'xtayda oldi yuqorilarda necha so'zlab bo'ldim bu to'g'riliq. Amsi mening bugungi 36 yili bo'yicha va 10-yilini so'zlamay 10-yilini biroz uran yiliqi Turkiyadagi bir tukum ayollar bor, bunda oldiga bunda qarlar tatib olgan-ku. Shu ayollarni Uyg'urlar tanqidlab ketgan. Aşı tanqidlashning asossiz ekanligini to'g'riliq, ashmi bir xil yil ekanlik yozgandim. Bo'ldi, bularni qo'yib qo'yay, bularni so'zlamay endi u nimani qilib. Men mishat to'xtay, 10 misol 21ga Dunyo Uyg'urni necha yuqori tanqidlab bo'ldim. Ko'z ularning nizomnomasiga bo'lgan tanqidimni, o'zimning ko'z qarashlarini bayon qilib bo'ldim yuqorida. Ayollarning munda qilgan ayollarni nurg'un Uyg'urlar zodimishiliq bularni xurofiyga chiqarib tanqidlab ketgan Uyg'urlar bor. Ash Uyg'urlarni tanqidlab yozgandim, bo'ldi buni qilib qolsin. Shuning bilan men mishat tugitay bugungi so'zimni. Savollar bo'lsa javob beray. Men mushlar deb qo'yay. Men mana mening so'zlashim uzun. Bu g'ay vaqtida zerikishlik. 2 soat men nim qilma. Anglasanglar chiqdi, men mishada bir narsa ham deb o'tib ketay. Men Yahudilarga qo'l qo'ydigan yerim bularning kitob o'qishi. Hamma Yahudilar Amerikaga kelib boylik bilan kelmaydi. Yahudilar dunyo aholisining 1% emas, 0.1% emas, 0.001% egallaydi. Lekin dunyo boyligining Google kirsanglar, dunyo boyligining 37% egallaydi. Nobel mukofotininki 40% egallaydi. Amerikani mushlar mang'uzudi. Amerikaning boyligi mushlarga bir odam hozir Yahudilar qarshi har qanday so'z qonunsizlashdi Amerikada. Yana bo'lsa haqlar aqtalliklar qo'p so'zlayotdi. Endi bularning nemishga mushlar boy bo'lib aqlli bo'lib ketsan kitob o'qishi. Biz Uyg'urlar o'qirman millat emas. Qaysinglar mushlar ashini Rossiyadan kelgan Pronqis nima Sharqiy Yevropadagi sotsial davlatga Yahudilar kelganda bularni orangla qo'lda pul yo'q mushtar keldi. Qarsangiz bir ko'chalarda hotdoglarni sotadi, sotishni boshlaydi. Bir yer mocha haydisimi qarsangiz bular ashiliq murakkab falsafa kitobi, iqtisod kitobi, tarix kitoblarni o'qiyotgan. Men Yahudilarning uyida meni Yahudilar o'qitdi, men dedim 2 yil turdim. 16-17 yoshga kirishdan burun ashlamında oddiy maqom ashundaq kitoblarni o'qiydigan, bolalarni da o'qishga boshlaydi. Bizning ota-onalar shunda o'qiydi ekan. Uni bolalar bizning ota-onalar qancha uyning turib klassik iqtisod kitob, tarix kitob,
Muşu felsefe kitap muşlan okuydu. Kança Uygur okuydu. Uygurca çıkan kitapni hazırlık muşu her bir kitaplarına çıkan sanı kança dep elak Türkiye'deki kitaplarını sorsam setilgan san 500'ge bargan bir kitap yani yok. Uygurlar kitap uyda kança Uygurlar uyda mındak kitaplar okuydu. Kitap Xitaylar okuyor. Xitayning bir alayligini o'qisanglar, Xitaylar o'qiydi. Xitaylarning bir gapi bor, ko'nglidan qolgan. Tian Wen Xiaoping, Wu Du. Dunyodagi butun narsalardan kitob o'qigan eng a'lo deydi. Shudong Ziyu Huangjingdao deydi Xitoylar. Kitobning ichida barliq oltin, go'kar, boyliq kitobning ichida deydi. Xitoylar o'qiydigan millat. Biz Uyg'urlar o'qimagan millatmi? Bu bizning yomon cho'ng bir ojizimiz. Qaysinglar o'qiysiz? Masalan, siz u bir ayda to'xtab turib bir kitobni ilib o'qamsiz saqlagan vaqtingizda. Masalan, bir kitobni u bir tashlab saqlagan vaqtda bir bet o'qisangiz, shu kitobni bir kun u bir saqlaydigan vaqtda qarasangiz 20-30 bet o'qib yetasiz. Ününüz yo'q. Burun başka şehirlik takside vaktimde aynı vaktirim buladı. Uçağda okudum. Lekin hazır ama Uber edişte onda aramçılık yok. Shu masalan Uyg'urlar Uyg'urlar qanchalik vaqtimizni Uyg'urlarga mushu iPhone'da yaxshilik akeldilar. Uyg'urlarning bilimi mushu jidal majroni bir odamni tillab qo'ygan gap bo'lsa 20 ming odam ko'rib ketadi. Aşağı oldu. Kirishidi. Kitap o'qimi Yahudilarga men yo'q qo'l qo'yma bularning bolalar o'rta maktabga bolalar shu yozilgan u kitoblar o'qimoqchi. Unda kitoblar o'qigandan keyin bu bolalarni har qanday materialni o'qib tushunib ketadi. Har qanday o'qiydigan bilimlarni shundan serib oldik. Demek siz biladigan Amerika'daki Yahudilarning ko'pinchisi qandaqdir atrofdagining bir-birini qo'llashiyle emas, balki o'zining ichki quvvatining kuchi bilan oyoq turdi demsiz. Tildi o'zining kuchi bilan o'ziga tayindi bular. Ammo bir-birini qo'llaydi. Manda Yahudilar bir gap bor. Masalan, ular pul berib qo'llamaydi bir-birini. Ticaret qilishadi. Masalan, siz hala mana shu Yahudilar o'sha bir Yahudi yin kelganlar ular kichik bir do'konlarni ochadi-ku. Do'kon ochsa, mush atrofda Yahudilar cho'ng maydondan do'koni ashna qimmat bo'lsa-mu, orliq jirasini erinmay berib ashna so'rtma qiladi. Ma orqali qo'llaydi bular. Ashning tijoratini qiladi. Men shu Profilti men ayol ikkisi Profilti universiteti men ashna ular Uyg'ur degan shu anglab ayol shu tilshunos bo'lgandan keyin turib meni uyiga chaqirib biz bilan tur deganman. Men Amerika yin kelganda men e'lon qilib ashna uyda 2 yil turdim, o'qitdim. Meni o'qitdi, pullarimni hammani shular to'ladi. O'qish bilan butun pulim to'g'di, men mashinam berdi. Amerika ketib yin kelgan bolalarniki jafosini tatmadim. Kelib 15 kunlik shunda bir katta uyga kirib ketdim. Uylar shunda yaxshi uyga kirib shunda karvat ko'rib boqmagan. Shu karvatni har shanba yakshanba bir yerlarga olib bordi, shu ko'rdi shu. Bu Yahudilarning tug'ilgan bolasini to'y qilishga butun faoliyatlarga qatnashdim. Va shunda bilaman, shu nimqonda bular shu jiroq yerda 20 kilometr nariyada bir yangi do'kon ochgan bo'lsa, bularni xilil deydigan bir da ayba bir gizli var Yahudilar chiqar. Shunga e'lon chiqarib qo'ysa, oshni qo'llanib, ashyaga berib, odatda cho'ng supermarketlardan qimmat bo'lsa-mu, oshni so'rashni qiladi. Manda qo'llaydi, pul bermaydi. Qo'llash usuli o. O'qishni o'qiyman yordam berdi. Masalan, men o'qiyotgan vaqtimda Yahudilar o'quvchilar uyushmasi bor. U uyushmasi butun maktab bo'yicha boy. Yahudilar o'quvchi atrofga boylarga uning shundajik pul berdi. Çünkü u uyushmalarning faoliyatlari hammasidan qarasang cho'ng siyosatchilarni akab so'zlayotgan o'zininki. Dongli odam eng jonliq bir harakatga aylanib ketdi. Pul bo'lgan ekan ish bo'ldi. Shu mandaq yordam berdi bular yordam. Ular uyga kelib non berib, suv berish emas. Bizning bolalarni bu kichik 13-14 yosh vaqtda mustaqil bo'lish yo'lini nima qiladi? Martning pulini berdi. İşlep ularning jig'ini baqishlar va kichigini topib qo'ydi. Bizni o'xshamaydi. Biz Uyg'urlar bolalarimizni uy yeb bersak, mashina yeb bersak, bir nima qilib bersak, uni biz bolalarimizni yaxshi ko'rgan bo'lib hisoblanamiz. Bolalarimizni ota-dojchilik qilganimiz deb hisoblaymiz. Ular emas. Unda qilganda bolalarni
harap yo'liga boshlaganlikda. Ular bolalarni kichigida chiniqtirib, o'zini o'qib, o'rganib, jon beqish yo'lini ma'rif yana opirib, mandaqni bola kuyingan deydi. Bu da bäganni kuyingan deydi. O'xshamaydi. Falsafa o'xshamaydi. Yani biz bilik berimiz, ular bilik tutkusu Bilik tutquzishni o'zi biz asha tutib chiqib nimasiga sep koymuş. ona septi bermaymiz, uyga olib pishirib beramiz. Mana shu tug'islar ham shu mening söktikdan. Hayır meyli. Ama bugünkü temide limni uğurlap Türk'ni almashtır degan tema yani tushadigan misoldan birisi aqlimdan kechdi. Siz mana so'zlab berayotgan chog'da. Xitoyda bugun limning o'rnida Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni o'g'irlab ekitib, uning o'rniga Sharq va Xitoydan ekilib, Uyg'urlarning o'rniga Uyg'ur tansa usul naqshlarni o'rgatib, Uyg'urning o'rnini almashtirib etadi Xitoylar. Voy, men borsam Yaxshi bir 2013-yilda Urumchiga borsam, qaysi bir mehmonxonaga kirsam, ikkisi do'ppilarni kiyyapti, Uyg'urcha bunda kelibdi, birisi duttar, birisi tambil shunda kelibdi. Borsam Xitoy ekan. Mehmonxonada duttachimiz Xitoy ekan. Hadi masalan, Uyg'urcha usul chang kollektiv shaklda usul o'ynaydi-ku, usul ishi qarasang nurg'ulari Xitoy. Uyg'urlar oyoq yutib, Xitoylarni Uyg'urlarni ishtirga yo'q deb bardi. Ya Xitoy demak, mishadimi ishlatibdi bu. ishlatdi. Yaponiya yomon to'l ishlatgan yili. Bu yili bir aklımdan keçken sual mening. Arlıqda chet elliklarninki 36 yilga tushadigan tadbirlardan misol ilindi-da. Acaba ularning 36 yilisi degan yilisi bormi yoki to'g'ri kelib qoldimi? Xitoylar chet elliklarning ya ularda unda strategiyasi bor, unda 36 degan yilisi yo'q. Men shu kitoblarni o'qishman, chunki men 36 yili menga yoda. O kitoblarni o'qiydi, menda 36 yilimiz 36 folder deb qo'ymanda, yetib qo'ydim-da, uning misol kerak. Shu tamam, onun tushenda beni demoqchi o'g'lim, oldingi misollarmi berildi-da, chet ellarning vaqaliklari mushkil yiliga tushidi degan shakldagi misollar berildi. Men deyapmanki, biz 36 yil deb Xitoy xoslashtirib oldik. Bu zaten dunyoning boshqa yerlarida ham qilinadigan, o'ynanadigan bir xil taktika ekan-da bu. Taktikalar boshqalarni deydi, ular endi Xitoylarda 36 turga aralashtirib, bunda yozilgan emas-da. Bu sistemlashgan emas. Balki bizga emas-da. Maslanga, hozir dunyoda maslanga pichoqni al bir-biriga sol degan noit kelyapti. Maslanga Yevropa Ukrainaning qo'li orqali Rossiyani proxy urush bor-ku, vakolatchi urush ashmida u yoqqa qilyapti. Ma arablar hadab Avstraliya bilan Avstraliya og'zi deb qo'ydi, Avstraliyaning qo'li bilan Ironni uryapti. Arablar Avstraliyaning bilan Turkiyaning o'ttiriga ziddiyat kelyapti. Bir-birisi bu arablar bu dunyoda doim bo'libmi diplomat munosabatga asosi bir-birini yosh bina changil. Hozir Donald Trump haqida Ozarbayjon Armeniyaliklarni tinch akilib, ularni imkoniyat va Amerikaning siyosati bo'yicha mangdan qilib o'zining qadimini uya kirgizmoqda. Bu xil usullar bu noyati jiq jila. Endi Xitoyda bularni atalg'u qilib haqqa yoda bo'lib ketgan. Masalan, chet elda biz Uyg'urlarda bunda yodlaydigan yili yo'q. O 36 yilini Xitoyning boshlang'ich ballaridan tatib bo'ladi. Chunki bularning maqollarida shunga jiq ishildi. Ishiltibergandan keyin bular qallasiga ketib ketadi. Bular 7 yoshdan 70 yoshgacha Xitoylar yilini ishni o'ylaydi. Qanday qilib bir odamni joylash, do'sti, ot hammasi mush yili bilan qo'mondonlik qilmoqda emas bu. Unda deb yilmagan bu yillarning hammasi chet ellarda bor, chet ellarda surishtirib, atilish o'xshamaydi. Tamam, tushunishga oldi. Tamam, ko'p rahmat. Vaqt e'tiboridan mishadanim qildim da olsa. Oldu. Kelar qatimni ko'rishgacha sizni Janob Alloh topshirdik. Bo'ladi, Xudoyim bo'lsa. Omon bo'lg'aysiz. Bo'ladi, Xudoyim bo'lsa. Abay degandek sunniy aql to'g'rilikni chiqib qolamiz, Xudoyim bo'lsa. Tamam, bo'ldi, bo'pti. Bo'pti, amon bo'ling. Ko'rishamiz. Rahmat.
Möhtərəm qarindoshlar, bugungi program bu yerga qadar bo'ldi. 36 yilininki 25-si, ya'ni shu kitobdagi tartibi bo'yicha 25 sonni temasini bugun sizlar bilan muzokara qilishgan bo'ldik. O'zingizlar manfaatni qolmay, do'stlarga manfaatli bo'lish uchun taqdim qo'yg'aysizlar. Bu programmada bekrak unum beradigan narsa nima desa, bu taktikalardan tafsiliy nima qilgan vaqtimizda, tushunchaga ega bo'lgan vaqtimizda dushmanning hilasidan saqlanish nimamiz ko'paydi ekanda. Hech bo'lmasa tushunib qildik ekanmiz bir narsalarni. Shunga ahamiyat berishinglarni umid qilamiz, tavsiya qilamiz. Omon bo'linglar, kelar qadam ko'rishishga. Sizlarni Janob Alloh. Assalomu alaykum.